Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi darsda xudo xolasa sizlar bilan ko'pchilik mendan so'raydigan, ya'ni lichkaga yozadi, kommentariyaga yozadi, uzumda savdo boshlamoqchiman, nimadan boshlasam bo'ladi, uzumda qanaqa o'zi savdo, qanaqa qilib pul topsa bo'ladi degan muammolarga xudo xolasa bugungi darsda sizlarga to'lig'icha yechim beraman. Chunki bugungi darsda mavzusi uzum marketda noldan qadamma-qadam biznesni qanaqa qilib to'g'ri boshlash kerak. Va bu orqali siz daromadni qanaqa qilib topishingizni xudo xolasa polностью ko'rib chiqamiz. Kelinglar, endi uzumga kirishdan oldin sizlarga bugungi darsda aynan nimalarni tushuntirib berishimni bir qator sanab o'tib ketaman. Bugun sizlar bilan marketplace'da daromad qilish yo'llari haqida gaplashamiz. Ya'ni uzumda faqatgina tovar sotib yoki Yandexda faqatgina tovar sotib daromad qilish dan tashqari boshqa yana daromad qilish usullari ham bor. Shularni ham sizlar bilan bo'lishaman. Uzum marketga kirish, uzumdagi tovar topish bo'yicha, ya'ni zo'r sotiladigan tovarlar topish bo'yicha tavsiyalar beraman va kerakli hujjatlar, qo'shimcha daromad qilish imkoniyatlari hamda darsni oxirigacha ko'rganlar uchun maxsus bonus va zo'r takliflarim bor. Xudo xolasa bugungi darsda sizlarga maksimum mana shu uzum marketda savdo qilib, daromad qilib, pul topishni to'liqligicha ochib beraman. Xo'p, darsimiz kimlar uchun foydali bo'ladi? Uzum marketda savdo qilmoqchi, ya'ni endi savdo boshlamoqchi bo'lganlar uchun, undan tashqari nimadan boshlashni bilmayotganlar, ya'ni qanchadir puli bor, 1000, 2000, 5000, 10000 dollar puli borda bitta biznes qilmoqchi, ya'ni shu kelib turadigan bitta qo'shimcha daromad qilmoqchida, lekin o'sha narsani qanday boshlash va qanaqa qilib o'sha 2000 dollar oyiga stabilni kelishini tashkil etishni bilmaganlar uchun, undan tashqari uzum marketga kirdingiz, tovarlarni joylashtirdingiz, lekin sotuv yo'q. Nimaga? Chunki siz noto'g'ri tovar bilan kirgan bo'lishingiz mumkin yoki tovaringizni qanaqa qilib sotishni bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu mavzu bo'yicha ham xudo xolasa bugungi darsda sizlar bilan to'liq bo'lishaman. Undan tashqari, sizda masalan offline do'kon bor, bozorda savdo qilasiz, xullas savdogarsiz, tovar olib berdisi bilan shug'ullanasiz. Lekin mana shu tovar oldi sottisini yo'lga qo'yib, qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lganlar uchun ham bugungi darsimiz juda ham foydali bo'ladi. Sizlarga bitta mana shu prognoz haqida aytib o'tib ketaman. Masalan, siz bozorda, magazinda yoki qayerda savdo qilishingizdan qat'iy nazar, agar sizda kelajak kelyapti, hozir borgan sari sohalar rivojlanib, bizneslar kattalashib, filiallashib, franshiza bo'lib kattalashib ketyapti. Ko'rib turibsiz. Masalan, oddiy bitta korzinka misolida ham ko'rsangiz, hozir уже butun oziq-ovqat savdosi bo'yicha O'zbekistonni egallash niyatida yuribdi. Endi bunaqa holatda masalan offline magazinlar yoki kiyim sotadigan magazinlar yoki xullas qaysidir mana shu tovar sohasi bilan shug'ullanadigan odamda ikkita yo'l bor hozirgi momentda. Yo tovaringizni set qilib, ya'ni o'sha do'konlaringizni kengaytirishingiz mumkin. Ikkinchi variant, siz bozorda mustahkam qolib yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsangiz, albatta savdoyingizni onlayn internet magazinlarda yo'lga qo'yishingiz kerak. Mana shu orqali siz kelajakda ham biznesingizni yana ham kengaytirib, yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Xudo xolasa bugungi darsimiz ham boshlamoqchi, ham rivojlanmoqchi bo'lgan savdogarlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Aynan mana shu darsdan oxirigacha ko'rib, informatsiyalarni olganingizda siz qanaqa foydali natijalarga erishasiz. Birinchidan, savdo boshlash bo'yicha, ya'ni mana shu marketplace'larda savdo boshlash bo'yicha aniq ketma-ketlikdagi strategiya, ya'ni sizga roadmapni o'zingizga olishingiz mumkin bo'ladi. Tovar topish bo'yicha, ya'ni biz o'zimiz 3 yildan beri mana shu marketplace'da savdo qilayotgan bo'lsak, mana shu sohada 3 yillik bilimda sizga mana shu bitta videoda tovar tanlash bo'yicha o'zimiz texnikalar bilan bo'lishaman va onlaynda daromad qilish uchun tayyor biznes modelni siz bugungi darsda qo'lga kiritishingiz mumkin. Endi men shuncha narsani gapirdim. Shuncha ma'lumotlar bor. Endi bir qator sizlarga agar tanimaydiganlar bo'lsa, o'zimni tanishtirishdan boshlasam. Mening ismim Ashraf Komilxon. Yoshim 25 ta. 3 yildan beri marketplace'da savdo qilaman. Hozirgi paytda uzum marketda 4 ta kategoriyada umumiy 6 ta do'konim bor va u yerda har xil Xitoydan tovar olib keltiraman, o'zimiz ishlab chiqaruvchilardan, hattoki bozordan oladigan tovarlarim bor. Dilerlardan tovar olib turib, optim narxda birinchi qo'l uzum marketga qo'yib turib, sotib, mana shu yo'l orqali daromad qilaman. Umumiy mana shu paytgacha marketplace'da 1.3 milliarddan ortiq savdo qilib, uzum marketdan pul yechib oldim. Buni tushunishingiz uchun 100 ming dollardan ko'p uzum marketda оборот qildim.
Xo'p, shu paytgacha endi uzun marketda o'zi savdo boshlash mahali, masalan 3 yil oldin boshlagan bo'lsam, boshida men ham mayda summa bilan, ya'ni MVP qilib turib uzun marketda savdoni boshlaganman. Umumiy hisob-kitob qilib chiqdim. Masalan, uzumda savdo boshlaydigan bo'lsam, nima yutqizishim mumkin? Qanaqangi risklar bor? Birinchi o'rinda soliq. Soliq qancha to'layman? Masalan, viloyatga qarab turib, soliq 700 mingdan 1 million 300 minggacha chiqishi mumkin. Xo'p, $100 значит soliqqa ketadi. Undan tashqari tovar. Qanaqa tovarlarni olib kirib, uzun marketda savdo qilsam bo'ladi deb turib, o'sha mahalda O'rizor bozoridan tovarlarni olib, uzun marketga joylashtirganman. Ya'ni Toshkentda studentlik paytimda boshlangan bu narsa, to'g'risi. Boshlaganimdan keyin shu paytgacha mana o'zi tovarlar joylashtirib, o'zi birinchi ko'rdik, bozordan tovar oldik, keyin o'zi savdoni qarasak, o'zi bozordagi foyda bizga kamlik qilyapti. Demak, tannarxda arzonroq joydan oladigan bo'lsak, ya'ni ishlab chiqaruvchi yoki Xitoydan oladigan bo'lsak, bizga foyda ko'proq qoladimi? Endi bozordan ishlab chiqaruvchilarga o'tyapmiz. Ishlab chiqaruvchilardan tovarni olib, uzun marketga joylashtirib, sotuvni yo'lga qo'ydik va shu orqali biz krossovka va umumiy mana shu 6 ta do'kondan 1,5 milliarddan ortiq savdo aylanmasiga ega bo'ldik. Bundan tashqari, hozirgi paytda mana 3 yil ichida men Marja Groupga asos solganman. Xudo xolasa, bunda har xil yo'nalishlarda biz biznes bilan shug'ullanamiz. Masalan, e-com, ya'ni uzun market, Yandex Market, OLX, mana shu elektron platformalarda, onlayn platformalarda mahsulotlarni sotish bilan shug'ullanadi. Bu Marja Group kompaniyamiz. Bundan tashqari, IT proyektlar, ya'ni mana shu marketplace ishlash uchun yoki o'zimiz yangi sohalarda plus IT proyektlar bilan ham shug'ullanamiz va akademiya bor. Bizda Marja Akademiya, Farg'ona, Andijon va Toshkentda ofislarimiz bor. Mana shu joylarda elektron savdoni offlayn savdogarlarga o'rgatib, onlayn savdosini yo'lga qo'yish orqali qo'shimcha daromadlarni ularga qilishga yordam beramiz. Va undan tashqari mana o'zi 2 yildan oshdi Xitoy bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilamiz. Xitoyga borib keldik. Ancha o'quvchilarimizni ham olib bordik va bu orada Xitoy bo'yicha maxsus bilimlarga ega bo'lib, xudo xolasa Xitoy bo'yicha ham ekspertmiz. Qanaqangi masala bo'ladigan bo'lsa, mana shu uzun market Xitoydan tovar olib keltirish ob'yom bo'yicha xudo xolasa hamma masalalarga bemalol javob bera olamiz. Endi mana shu narsalar yo'lga qo'yganimdan keyin menda o'zi ikkinchi etapga chiqish, ya'ni operatsiyonkadan chiqib turib, qilishim kerak bo'lgan ishlardan chiqib turib, ya'ni ularni shogirdlarga topshirib do'konlarda o'zim strategiya bo'yicha shug'ullanishga o'tganman. Hozirgi paytda deyarli savdoga aralashmayman. Tovarlarni shogirdlarimiz o'zi topib, tanlab, uzumni analitika qilib, uzun marketga joylashtirib savdo qiladi. Men uzun marketdagi savdoni oyda oxirida hisobotni tekshirib, ya'ni o'sha qancha foyda qoldi, qanchasini o'sha ishchilarga beraman va o'zimga sof foydani olib qolib turib, shu orqali hozirgi paytda daromad qilib kelyapman. Undan tashqari yana bitta katta maqsadim bor. Xudo xolasa, mana shu marketplace da savdo qiladigan top sellerlarni bitta hamjamiyat qilib turib, ya'ni klubga yig'ib turib, ular bilan mana shu marketplace sohasida juda ham katta natijalarga erishish, ya'ni birgalikda agar biz mana shu sohani ishlaydigan, mana shu sohada ishlaydigan bo'lsak, xudo xolasa Xitoydan tovarlarimiz bizga arzonroq, ya'ni birlashganda sinergiya ko'proq natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu maqsadda hozirgi paytda top sellerlarni tayyorlash uchun hozirgi paytda mana shu bitta klubni tashkil qilganman. Bundan tashqari qo'shimcha yangi bilimlar olish bilan shug'ullanaman. Marketing bo'yicha, savdoni oshirish bo'yicha, finans bo'yicha, xullas men o'zimni rivojlantirib, u ma'lumotlarni hammasini yig'ib o'quvchilarimizga, obunachilarimizga va sizlarga foydali informatsiyalarni berish bilan shug'ullanaman. Hozirgi faoliyatimda har 3 oyda Xitoyga safar tashkil qilamiz, ya'ni tur tashkil qilamiz. Bunda hozirgi paytda bizda Seller klub o'quvchilarimiz bilan 500 ga yaqin o'quvchi bor. Ular bilan Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri tovarlarni olib kelib, O'zbekistonda marketplace'lar orqali vositachilarsiz savdo qilishni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni Xitoyda birinchi qo'ldan tovarni olib kelamiz, uzun marketda sotib daromad qilamiz. Hozirgi paytda ko'pchilikda mana shu joyida to'xtab qoladi, ya'ni tovarlarni o'zimizning ichki bozordan oladi. Ichki bozordan olgandan keyin u ichki bozor Xitoydan kelgunigacha masalan 2-chi, 3-chi, 4-chi qo'l bo'lib ketishi mumkin. Bir kishi oladi, uni ustida foizi bo'ladi, logistika bo'yicha yoki kelgandan keyin bozorchi ham ustiga o'zining foizini qo'yadi-da, tovar tan narxi qimmatlashib ketib qoladi. Agar
sellerlarni o'zi Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri tovarni olib keladigan bo'lsa, mana shu vositachilarsiz tovarda tannarx yana ham arzonroq bo'ladi va uzun marketda ko'proq foyda qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xudo xolasa mana shu biznes faoliyatimizda biz bilan Xitoyga ham borishingiz mumkin. Xitoy bo'yicha ham barcha mana shu tovarlarni olib kelish, Xitoydan xitoylik tadbirkorlar bilan kelishish, shular bo'yicha barcha ma'lumotlarga egamiz. O'zi uzun marketga qanaqa qilib kirib kelganim haqida sizlarga qisqacha aytib o'taman. O'sha aytib o'tganimdek, Toshkentda Narxoz, ya'ni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qirdim va xabar topdimki, uzun market degan marketplace O'zbekistonda savdoni boshlagan. Oktyabrda boshlagan. Men dekabrda savdoni boshlanganini, punktlarini ko'rib turib, demak, bu yerda ham savdo qilsa bo'ladi. Undan oldin mana shu dropshipping, ya'ni tovarni Xitoydan olib turib, Amerika bozorida, Amazonda tovarlarni sotish bo'yicha qiziqqanman. Undan tashqari, mana shu Xitoydan tovarlarni olib kelib, onlayn savdolarda, ya'ni Instagram, Telegram orqali ham sotib ko'rganman. Lekin mana shu aynan uzun marketda faoliyati menga juda ham qiziq bo'lgan, chunki tovarlarni shunchaki olib kelib joylashtirib qo'yasiz, o'zi sotadi, o'zi sizga pulini tushirib beradi. U tovarlar naqdga sotiladimi, nasiyaga sotiladimi, bu yerda sizga hech qanaqa plus minus yo'q, chunki siz uzun bilan shartnoma qilganingizda bu narsalar hammasi ko'rsatilgan. Demak, bu yerda uzun marketni hamma imkoniyatlari, uzun marketni hamma qiladigan vazifalari sizni bo'yningizdan katta mas'uliyatni oladi. Ya'ni siz agar offline biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bilasiz, bu yerda arenda bor, kommunallar bor, undan tashqari xodimlarga oylik berish kerak. Mana shunaqangi qo'shimcha xarajatlar ko'pligini hisobiga bu hamma xarajatni uzun marketni o'zini bo'yniga oladi. Biz shunchaki to'g'ri tovarni topib turib, uzun marketga joylashtirganmiz va shu orqali savdoimiz boshlangan. To'g'risi, boshida atiga $100 bilan boshlaganman, ya'ni tovar uchun O'rizordan o'sha mayda-chuyda kosmetika tovarlar, odamlarga kerak bo'ladigan o'sha aksessuarlarni olib kelib qo'ydim. Qarasam sotuvlar yaxshi. Keyin o'zimda Instagramda, umumiy mana shu Telegram bo'yicha qiziqish bor edi. Ya'ni odamlarga mana shu rezultatlarimni ko'rsatib bordim. Agar xohlasangiz, mana profilimni ko'rishingiz mumkin, Instagram profilimni. Boshida 2023-yil mart oyida qilgan, masalan, 10 million so'mlik savdoyim birinchi 10 millionga chiqdim. Birinchi 20 million, birinchi 50 million, birinchi 100 million va shunaqangi natijalarga chiqib, maqsad qo'yib, shu rezultatga erishdim. To'g'risi, boshida shunchaki aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda risklarni hisoblab chiqqanman-da, shu orqali uzun marketda savdoyim boshlab, hozirgi paytda mana shu natijalarga erishdim. Endi bu marketplace'da savdoni boshlashda hozirgi paytda ko'pchilikdagi muammo, ya'ni ko'pchilik aynan mana shu joyida xato qiladi. Ya'ni nimadan boshlashni bilmaydi. To'g'ri, uzun marketda savdo qilish mumkin. Qanday qilib boshlash kerak? Nimadan boshlash kerak? Bundan tashqari, shunaqangi xayollar borki, nima tovar sotsam yaxshi daromad qilaman. Onlayn sotuvni ilmini, ya'ni offline savdo bilan onlayn savdodagi ilm ikki xil. Masalan, sizda offlaynda oddiy misol bitta muomalani o'zi ham siz savdoyingizni oshiradi, to'g'rimi? Masalan, siz do'konda savdo qiladigan bo'lsangiz, kelgan klientga chiroyli o'sha podxod qilib, unga muomalani qiladigan bo'lsangiz, u sizga klient bo'lib qoladi-da, keyingi safar yana kelsa, shu orqali bu offlayn biznesda muomala bitta instrument bo'ladigan bo'lsa, onlayn biznesda ham o'ziga yarasha mana shunaqangi instrumentlar bor. Bularni qo'llash orqali siz savdoyingizni rivojlantirasiz. Faqatgina bu yerda asosan shu algoritmni tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni nima qilsa uzun marketda tovaringiz birinchida ko'rinadi va eng ko'p sotiladi. Mana shu narsani siz amaliyotda qo'llaydigan bo'lsangiz, uzun marketdagi savdolaringiz kutganingizdan ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, uzun marketda o'zi savdo, umuman uzunmi, Yandexmi, qaysi marketdagi platformada savdo qilishni niyatida bo'lsangiz, buni albatta o'rganish kerak. Sizlarga yana bitta zo'r case aytaman. Masalan, bozorda savdo qiladigan sotuvchi bor. Masalan, shim olib keladi. Xitoydan shim olib kelib turib, bozorda bitta do'konda sotadi deylik. Mana shu do'kon egasi tovarlarni sotuvini yo'lga qo'ydi-da, anchadan beri ishlayapti. U biladi aynan qaysi turdagi shimlari masalan yaxshiroq ketishini. Masalan, jinsi yaxshi ketar yoki klassik shim yaxshi ketar, pol klassika. O'zida mana shunaqangi variantlar bor-da, hammasini biladi-da, qaysidan nechta olib kelib sotishni biladi. Endi agar siz mana shu shim sohasiga kirib turib savdoni boshlamoqchi bo'lsangiz, u yerda siz yangi sotuvchi bo'lganligingiz uchun yo unga shogird tutishingiz kerak, yoki mana shu sohani o'rganib qanchadir yillar davomida siz mana shu sohani chuqur o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ana shundan keyin siz daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin
marketplace sohasida bu narsa juda ham oson, ya'ni analitika platformalarining hisobiga siz bozordagi har bitta sotuvchi qancha tovar olib kelib, qanaqa savdo qilyapti, haftasiga, kuniga nechta sotyapti, buni barchasini ko'rib turishingiz mumkin va bu orqali siz marketplace'da umumiy hamma bozorni tendensiyalarini, bozorni o'sishini, qaysi tovarni olib kirish kerak. Masalan, hozir qish fasli bo'ladigan bo'lsa, siz hozir o'sha обогреватель yoki o'sha isitish tizimidagi mahsulotlarni olib kirib qo'yadigan bo'lsangiz, 100% tovarlaringiz sotiladi. Demak, bu narsalarni qayerdan bilyapman? Masalan, analitika platformalar xuddi shu narsalarni ko'rsatadi va bu orqali siz mana shu uzun marketda bemalol savdongiz qilishingiz mumkin. Endi prezentatsiyada mana ko'rishingiz mumkin bozor holatini. Bizda uzun marketda hozirgi paytda endi uzun bor. Asosiy O'zbekistondagi eng lider marketplace uzun market bo'ladigan bo'lsa, deyarli 70% savdoni uzun market qilyapti onlayn platformalarda. Undan tashqari mana Yandex Market, yaqinda Wildberries kirdi mana 13-da. Wildberries kirib turib O'zbekistonda faoliyatini boshladi. Undan tashqari mana shunaqangi Magnet Market, shunga o'xshagan marketplacelar ko'p. Yoki mana Olcha.uz bor, shunga o'xshagan marketplacelar bor, lekin eng kattasini uzun market qilyapti va mana shu uzun market va onlayn savdodagi ko'rsatkichlarni mana ko'radigan bo'lsangiz, 2022-yil bor yo'g'i O'zbekistonda 311 million dollardagi savdo bo'lgan onlayn platformalarda. 2025ga kelib 1.3 milliarddan ortiq savdo aylanmasiga ega bo'lyapti. Endi sizlarga umumiy bozor panoramasini tushuntirib beradigan bo'lsam, uzun market bozorda hozirgi paytda bor yo'g'i umumiy retail, ya'ni savdo bor-ku, masalan, kiyim-kechak, oziq-ovqat, общий umumiy savdoni 2% ni tashkil qilyapti onlayn savdo. Va bu 2% boshqa dunyodagi rivojlangan mamlakatlarda har xil ko'rsatkichlarga ega. Ya'ni bizda ham mana shu ko'rsatkich agar rivojlanib boradigan bo'lsa, masalan, Amerikadagi onlayn platformalarda, aynan mana shu uzunga o'xshagan Amazon, eBay kabi onlayn platformalar umumiy savdoni 25% ni tashkil qiladi. Bizda esa bor yo'g'i 2%. Yoki Rossiyani ko'radigan bo'lsak, Rossiyada ham 20% dan ortiq. Undan tashqari Janubiy Koreyada hattoki 46%, ya'ni mana shu onlayn platformalar umumiy savdoni 46% ni tashkil qilyapti. Bizda esa bor yo'g'i 2% va bu ko'rsatkich hali bozor bo'shligini va bozorda bemalol kirib, ertaga savdo rivojlangan mahalla siz bo'ri bo'lib turib savdoni qilishingiz mumkinligini anglatadi. O'zi marketplace'da savdo nimaligini sizlarga hozir bir qator tushuntirib bersam. Endi marketplace'da qanday qilib savdo qilish mumkin? Bu yerda mana siz ko'rib turibsiz, uzun marketni ichiga kiradigan bo'lsangiz, har bitta tovarni pastiga yozib qo'ygan, mana shu tovar haftasiga masalan 35 ta sotildi yoki boshqa tovar 20 ta sotildi. Demak, ana shu tovarlar shuncha sotilyaptimi? Bundan biz xulosa qilishimiz mumkin, ya'ni tahlil qilishimiz mumkinki, o'sha tovarni optim narx, optim joyini topish kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda siz topadigan, siz sotmoqchi bo'lgan mahsulotni optim narxini arzonga olib turib, birinchi qo'ldan olib, uni uzun marketga kartochkalarni yaratib joylashtirasiz. Tovarlaringizni uzun market orqali mijozlar sotib oladi. Sotilgan tovaringizni uzun market 10 kun ichida sizni bank hisob raqamingizga tushirib beradi. Bank hisob raqamidan siz xohlasangiz borib turib naqd shaklda olsangiz bo'ladi pulingizni, xohlasangiz kartangizga primoy o'tkazib turib, karta orqali ham ishlasangiz bo'ladi. Xullas, jarayon tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Arzonga tovar olasiz, uzun marketga joylashtirasiz, uzun market tovaringizni sotadi, sotgandan keyin tovaringiz pulini sizga shotingizga pulni tushirib beradi. Mana shunaqangi jarayon orqali siz uzun marketda savdoni boshlaysiz. Aytib o'tganimdek, nimadan boshlash kerak? Tovar topishdan boshlash kerak. Endi uzun market haqida sizlarga uzun market ishlash tizimi haqida ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Hozirgi paytda uzun marketda 3 ta tizim asosida ishlasangiz bo'ladi. 3 ta yo'li bor uzunni savdo qilishda. Birinchisi FBO, ya'ni Fulfillment by Operation. Ya'ni bu yerda siz qanaqadir tovar olib uzun marketda sotmoqchi bo'lsangiz, o'sha tovaringizni uzunni omboriga topshirasiz. Uzun market omborda turgan tovarni zakaz tushsa yetkazib beradi. Bu FBO modeli, ya'ni tovarni topshirib ishlash. Undan tashqari FBS modeli bor. FBS modelida, ya'ni Fulfillment by Seller. FBS modelida siz tovaringizni uzun marketga topshirmagan holda, ya'ni bu narsa magazini bor odamlarga zo'r ishlaydi. Ya'ni sizda agar do'kon bo'lsa yoki qanaqadir tovaringiz bo'lsa, skladda yoki qanaqadir tanish bilishingizda tovar bo'lishidan qat'iy nazar siz pul tikmasdan turib ham
tovarlarni shunchaki rasmlarini, ma'lumotlarini Uzum Marketga joylashtirib qo'yib, Uzum Market sizga zakaz berganda o'sha tovarni o'sha manbadan, ya'ni qayerda tovaringiz bo'lsa, o'shdan olib turib Uzumni punktlariga yoki Uzumni omboriga topshirsangiz, Uzum Market tovaringizni o'sha asosiy ombordan butun O'zbekistonga yetkazib beradi va sizga pulni hisob raqamingizga tushiradi. Bu riskingizni yana ham kamaytiradi FBS modeli. Endi har bitta narsani o'ziga yarasha plus-minuslari bor. FBS haqida ham yana ko'plab ma'lumotlar sizlar bilan yana batafsil gaplashamiz. Undan tashqari sizlarga DBS modeli haqida ham qisqacha tushuntirib o'tib ketsam, bu bizdagi 3-model hisoblanadi, ya'ni Delivery by Seller. Bu qanaqa model? Bunda bu ham zo'r ishlaydi. Bu asosan kattaroq tovarlari bor, gabaritli tovarlari bor yoki shunaqangi katta oborot bilan ishlamoqchi bo'lgan odamlar uchun mos keladi. Bunda Delivery by Sellerda siz mahsulotlaringizni hozir aytib o'tganimdek Uzum Marketga joylashtirib qo'yasiz, ya'ni o'sha kartochkalarini, narxlarini, ma'lumotlarni joylashtirib qo'yasiz. Uzum Market sizga zakaz olib beradi. Mana shu tovaringdan mana shuncha miqdorda, mana shu joyda mana klient turibdi, nomerini beradi sizga, klientga yetkazib berasiz. Ya'ni hech qanaqa sizga skladga ham topshirmaysiz, punktga ham topshirmaysiz, klient o'ziga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berasiz. Uzum Market sizga o'sha pulni tushirib beradi. Bu modelda nimalar sotish mumkin? Bu modelda juda ham ko'plab narsalar sotish mumkin. Masalan, oddiy qurilish materiallarida, masalan, sement, g'isht, xullas har bitta mahsulotni ya'ni Uzum Marketda DBS orqali sotishingiz mumkin. Bu juda ham katta imkoniyat. Ishlab chiqaruvchilar, do'koni borlar, mana shunaqangi tovari borlar yoki nasiya bilan ishlaydigan savdogarlar uchun bu model juda ham zo'r foyda beradi. Ya'ni siz hech qanaqa risk qilmaysiz. Bitta xodimni yoki o'zingiz vaqtingizni ajratib turib Uzum Marketga tovarlarni joylashtirib qo'yasiz. Uzum Marketdan zakaz tushsa, tovarni yetkazib berasiz. Bo'ldi. Mana shu modellar orqali siz ishlasangiz bo'ladi. Endi Uzum Marketda ishlash qanchalik sizga mos, ya'ni qanchalik sizga to'g'ri keladi? Ya'ni u yerda ob'yom bormi o'zi, ko'proq sota olamanmi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, sizlarga bitta fakt aytib o'tib ketaman. Hozirgi paytda Uzum Market ilovasini O'zbekiston bo'yicha 25 milliondan ortiq odam yuklab olgan. Tasavvur qilyapsizmi? 25 millionta odam Uzum Market ilovasini yuklab olgan. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, bannerlarda, televizorlarda, Instagramda, xullas hamma joyda massiv reklama berganning hisobiga hozir O'zbekistonda Uzum Market nomer 1 brend, ya'ni birinchi o'rindagi brend tanilish bo'yicha deyarli 98% O'zbekiston aholisi Uzum Marketni biladi, Uzum Marketni eshitgan, Uzumda tovar sotilishini biladi. Bu degani, siz Uzum Marketda ishlash orqali, ya'ni sizda do'kon bo'lsa, masalan, shaharning markazida bo'lgan taqdirda ham sizda maksimum 1 millionta klientingiz bo'lishi mumkin. Lekin Uzum Marketda bir oylik foydalanuvchilar Uzum Marketga kirib tovarlarni xarid qilishlari 10 milliontadan ortiq, ya'ni 10 million, 12 million atrofida bir oyda Uzum Marketga kirib turib, xaridorlar tovarlarni xarid qiladi. Demak, siz Uzum Marketda tovarlaringizni sotishni boshlasangiz, sizda naqd 10 million, 12 million xaridor bor bir oylik va bu ko'rsatkich borgan sari o'sib boryapti. Mana shu joyiga ahamiyat bering. Undan tashqari Uzum Market haqida yana faktlarni aytib o'tib ketaman. Bu Uzum Marketni o'zi bergan, ya'ni konferensiyada, o'sha Toshkentda bo'lib o'tgan konferensiyada Uzum Market direktori Ilshod Hametov bergan informatsiyasiga ko'ra, Uzum Marketni asosiy auditoriyasi hozirgi paytda 5 ta viloyat hisoblanadi. Birinchi o'rinda Toshkent shahri, ikkinchi o'rinda mana ko'rib turishingiz mumkin, prezentatsiyada Toshkent viloyati, Farg'ona viloyati, Samarqand viloyati va Andijon viloyati. Mana shu shaharlar top tovarlarni xarid qilayotgan, eng ko'p tushum qilayotgan viloyatlar hisoblanadi. Bundan nima xulosa qilishimiz mumkin? Masalan, siz sotmoqchi bo'lgan tovarlaringiz mana shu joylarda yaxshi sotiladigan bo'lsa, ya'ni Toshkentliklar, Farg'ona, Andijon, Samarqand kerakli mahsulotni agar joylashtiradigan bo'lsangiz, ko'rib turibsiz, savdolar yaxshi bo'ladi. Undan tashqari hozirgi paytda Uzum Marketda har kuni 2 ta yoki 3 ta punktgacha ochiladi. Umumiy punktini hisobga oladigan bo'lsak, hozirda 1200 tadan ortiq punkt ochilgan va Uzum Marketda hozirda 400 dan ortiq aholi yashash hududini egallab olgan, ya'ni O'zbekiston bo'yicha deyarli
barcha hududlarda mahsulotlari, viloyat, shahar, tumanlarda ham punkt budachalari hammasi bor. Bu degani siz butun O'zbekistonga bemalol tovarlaringizni sotishingiz mumkin degan. Endi uzun marketda ko'pchilik savdo bormi o'zi, qancha savdo bo'lyapti? Men tovarimni olib kirib qo'ysam sotiladimi deb o'ylaydiganlarga mana sizlarga fakt. Bu Data Analitika platformasidagi uzun marketda sotuvlarini ko'rsatayotgan dinamikadan ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, mana 11-noyabr kuni, yo'q, 11-emas, 4-noyabr kuni bir kunlik savdo 20 milliarddan ortiq. Tasavvur qilyapsizmi? Bir kunlik savdo 20 milliarddan ortiq. Bu ko'rsatkich uzun marketda qanchalik katta savdo bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Umumiy hisoblaydigan bo'lsak, masalan, bozorlarda bitta do'kon ochdingiz, do'koningizda siz 30 ming dollarlik tovar olib keltirdingiz. Bir yilda o'sha do'koningizni 2 baravarga o'stirdingizda, do'konda 60 ming dollarlik o'sha оборот qilib turib 60 ming dollarlik tovar qildingiz. Endi mana shu ko'rsatkichni uzun market misolida ko'radigan bo'lsak, mana 30 mingni 60 mingga aylantirsangiz 2 baravarga o'sgan bo'ladimi? Ya'ni 2x bo'ladimi? Uzun marketda mana shunaqangi o'sish 1200%. Ya'ni 1200% uzun market o'syapti yildan yilga. Va bu ko'rsatkich, ya'ni stabil holatga kelgunigacha kamida 5 yil bor va bu vaqt davomida siz agar bozorga kirib, tovarlarni joylashtirib, to'g'ri qo'yadigan bo'lsangiz, bozor rivojlangani sari siz ham rivojlanib, ya'ni umumiy savdolaringiz hozir 20 ta sotayotgan bo'lsangiz, 2 yildan keyin mana shu 20 tangiz 200 taga ko'tariladi. Chunki uzun market reklama qiladi, uzun market punktlarini ko'paytiradi, uzun market mijozlarni jalb qiladi. Siz bozorda to'g'ri tovar bilan to'g'ri joylashtirib bersangiz, qolgan savdoni uzun marketni o'zi bemalol sizga katta natijalarni keltiradi. Xo'p, endi uzun marketda savdo qilish uchun hozirgi paytda yangi boshlovchilarga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda siz mana shu marketplace qanaqa ishlaydi? Unda qanaqa qilib tovar sotsa bo'ladi? Qanaqa qilib bu yerdan daromad qilish mumkinligi haqidagi bilimni o'zlashtirishingiz kerak. Ya'ni ozgina bo'lsa ham mana shunda tajribangiz bo'lishi kerak. Bu uchun YouTube'dagi videolarimizni ko'rsangiz bo'ladi, dasturlarimizga qatnashsangiz bo'ladi. Shu orqali siz uzun marketga kirib borasiz. Undan tashqari yana bitta narsa juda ham muhim, ko'pchilik uzunda haqiqatan ham daromad qilish mumkin va ular buni biladida, masalan, uzun pul bor, kimdadir pul bor, uzunda savdo zo'r bo'lyapti, bilib turibdi. Shunchaki tovar joylashtirib qo'ysam bo'ldi, men yaxshi daromad qilib boyib ketaman deb o'ylaydi. Ya'ni o'zi qiziqmasa, o'zi o'sha sohani mutaxassisi bo'lib, zo'r ishlamaydigan bo'lsa, ya'ni qiziqish bo'lmasa, o'zingizda intilish bo'lmasa, bu soha sizga emas. Shu narsani ham hisobga oling. Siz agar haqiqatan ham savdogar bo'lib, tovarni olib, sotib, haqiqiy biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz, bu sohada siz juda ham katta natijalarga erishingiz bo'ladi, chunki soha yangi. Bundan tashqari sizga yana nimalar kerak bo'ladi? Aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda bilim, ikkinchi o'rinda qiziqish, uchinchi o'rinda sizga internet, kompyuter, hujjatlar. Ya'ni mana shu marketplace'da savdo qilishingiz uchun hujjatlar kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha YTT bilan savdo qilsangiz bo'ladi, MCJ bilan savdo qilsangiz bo'ladi, o'zini o'zi band qilish bilan yoki oilaviy korxona, mana shu 4 ta hujjatdan bittasini qilib turib, qaysidir bankdan hisob raqam ochib va elektron imzoingizni oladigan bo'lsangiz, mana shu 3 ta hujjat sizga kerak bo'ladi. Umumiy qilib tushuntirganimizda internet, kompyuter, hujjatlar, qiziqish, bilim va sabr kerak bo'ladi. Mana shu 5 ta narsani agar siz o'zingizda ko'ra olsangiz, bu yo'nalish siz uchun juda ham mos keladi. Endi sizlarga marketplace'da ishlash o'zi kimlarga mos? Ya'ni kim o'zi marketplace'da savdo qila oladi degan savolga javob beraman. Birinchi o'rinda siz mana shu sohaga kirishingiz kerak bo'lgan odamlar bu tadbirkorlar. Sizda ishlab chiqarish bo'ladimi? Do'kon bo'ladimi? Xullas, qanaqadir tovaringiz bo'lsa, albatta marketplace'da savdoni boshlashingiz kerak, chunki bundan buyog'iga faqat onlayn savdo rivojlanadi. Offlayn savdo pasayib boradi. Bundan tashqari, uy bekalari bemalol shug'ullanishi mumkin, chunki sizdagi asosiy faoliyat kompyuterda bo'ladi. Uyda o'tirib kompyuterda hamma, ya'ni marketing instrumentlarimi, savdoni oshirishmi, tovarlarni aksiyalarga qo'yish, hammasi sizda kompyuterda o'zida bitadi. Undan tashqari, offlaynda savdo qiluvchilar talabalarga ham mos. Masalan, o'zim ham talabalikdan chiqib turib mana shu sohaning ichiga kirib mutaxassis bo'ldim. Davlat ishida ishlaydiganlarga ham juda ham mos keladi, chunki siz bir kunda o'rtacha 2 soat, 3 soat vaqtingizni ajratsangiz, bu orqali siz o'zingizga qo'shimcha daromad manbaini yarata olasiz.
Undan tashqari biznesmenlar o'zi biznes bilan shug'ullanadi. Yana qo'shimcha bitta biznes qilmoqchi, ular uchun ham bu mos. Ya'ni bitta menejer joylashtirib qo'yib, tovarni olib kelib beradigan bo'lsangiz, u sizga savdoni qilib, siz hisob kitobini qilib, sotuvlarni, marjani hammasini bir piyola choy bilan savdolaringizni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Marketplace'da o'zi, men aytib o'tgandek, boshida aytdim, daromad qilish yo'llari haqida ham sizlarga tushuntiraman dedim. Bu yerda qanaqa daromad qilish usullari bor. Agar siz hali tovar joylashtirib daromad qilishga, masalan, ko'zingiz yetmayotgan bo'lsa yoki nima bo'larkin, qanaqa bo'larkin degan miyangizda qanaqadir bloklar bo'ladigan bo'lsa, sizda tabriklayman, sizda qo'shimcha yana marketplace bo'yicha daromad qilish imkoniyatlari bor. Masalan, birinchi o'rinda siz mana shu tovar sotish bilan daromad qiladigan bo'lsangiz, undan tashqari siz marketplace ilmini tushunadigan bo'lsangiz, menejerlik orqali ham yaxshi daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, menejerlik nima? Menejerlik hozirgi paytda O'zbekiston bo'yicha eng rivojlanayotgan va odamlarga ko'pchilikka kerak bo'layotgan soha mutaxassislari. Ya'ni marketplace'da savdo qilishni biladigan bitta zo'r mutaxassis bo'lsa, hozirgi paytda o'rtacha 5 milliondan 2000 dollargacha bozor o'sha menejerlarga pul taklif qilyapti. Tushunyapsizmi? Bu degani menejerlar bundan buyog'iga kerak bo'ladi. Ya'ni shunaqangi kadrlar kerak bo'ladi. Ya'ni men o'zimda ham misol, masalan, hozirgi paytda do'konlarimni o'zim yurgizmayman, menejerlarga topshirganman va yana qanaqadir yangi soha oladigan bo'lsam, menga yana menejer kerak. Undan tashqari, mana masalan seller klubimiz a'zolarida ko'pchilik katta tadbirkor, ishlab chiqaruvchilar. Ularga marketplace ichida kompyuterda o'tirib sotuvlarni amalga oshirish qanaqadir erish tuyuladi. Lekin ularga bitta menejer agar bo'ladigan bo'lsa, u hamma savdosini qilib berib turib, hisobotlarni ko'rsatadigan bo'lsa, mana shu narsa biz tadbirkorlarga, ya'ni o'sha asosiy katta faoliyat bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga juda ham mos keladi va bu sohani siz o'rganib oladigan bo'lsangiz, masalan, oddiy mana shu menejerlik sohasida Toshkentda Shohruh degan shogirdim bor. U 20 ta do'konda menejerligini faoliyatini yuritadi. Hisoblab ko'ring, o'rtacha 3 milliondan deb tasavvur qilgan holatimizda ham 3 milliondan 20 ta do'kon 60 million bir oyga daromad olib kelyapti. Har bitta do'konga bir kunda 15 minut, 20 minutdan vaqtini sarflab turib, marketing instrumentlarini sozlab qo'yadi-da. Shu bilan 20 ta do'konni bir qarab qo'yadi va hisobotlarni beradi. Bu orqali u mana shunaqangi katta daromad qilyapti. Bu imkoniyat sizda ham bor. Undan tashqari siz analitiklik qilib turib, ya'ni analitik sohasi ham uzun marketda hozirgi paytda rivojlanyapti. Masalan, siz uzun marketda tovar qaysi bozorda o'rganganingizdan keyin qaysi tovar hozirgi paytda eng yaxshi sotilayotganini analitika platformadan bemalol ko'ra olasiz. Va bu degani sizda o'zi tayyor ma'lumot bor, tayyor informatsiya bor. Masalan, mana shu tovarga 1000 dollar tikiladigan bo'lsa, bir oyda o'sha tovar 100 ta sotilib, sizga eng kamida 30% daromad olib kelsa, 1000 plus 1300 bo'ladi. Mana shu sohani analitiklik sohasi deyiladi. Ya'ni bozorni o'rganib, bozorga qaysi tovar bilan kirish yoki qaysidir ishlab chiqarish bor. Masalan, oyoq kiyim ishlab chiqaruvchi bitta tadbirkor, unga uzun marketga kirish kerak. U uchun o'zi analitika qilgani vaqti yo'q. U uchun analitikka murojaat qiladi va bu analitik mana shu tovarlar uzun marketda sotiladimi, sotilmaydimi, haftasiga qancha sotilyapti, qancha umumiy daromad qilish mumkinligi haqida bitta hisobot tayyorlab beradi va bu orqali pul ishlaydi. O'rtacha 300 mingdan 500 minggacha bitta hisobotga pul ishlasa bo'ladi. Undan tashqari ekonomist, dizayner va ko'plab marketplace'da ichiga bitta kiradigan bo'lsangiz, bitta shug'ullanadigan bo'lsangiz, batta pul topish imkoniyatlari juda ham ko'p. Mana masalan o'zimda ham tovar sotish bo'yicha, fulfillment bo'yicha, menejerlik bo'yicha, akademiya bo'yicha xullas ko'ryapsiz, juda ham ko'plab shu marketplace ichida daromad qilish instrumentlarini qo'llab turib, biz o'zimiz daromad qilyapmiz va bularni albatta hammasini siz ham o'rganib qilishingiz mumkin bo'ladi. Marketplace'da tovarlarni sotib daromad qilish qanday kechadi? Masalan, siz o'rgandingiz. Uzumda savdo qilishni o'rgandingizda zo'r bilyapsiz. Qayerda pul bor, qaysi tovarni olib kelib qo'ysa yaxshi daromad qilish mumkinligini bitta ko'rib oldingizmi? Endi siz ikkinchi etapga o'tasiz. Ya'ni tovarlarni bildingizmi, o'sha tovarlarni qidirish kerak. Masalan, o'zimizda ishlab chiqarishlar bor. Siz tasavvur qilganingizdan ko'proq bizda ishlab chiqarish. Masalan, Farg'onaning o'zida 2000 ga yaqin ishlab chiqarish bor. Toshkentda 4000 dan ortiq ishlab chiqarish bor.
Andijonda 1800 ta ishlab chiqarish bor. Tasavvur qiling, ishlab chiqarishlar hali uzun marketga 10% ham kirmagan. Bu degani siz marketplace ilmini zo'r o'rganib oladigan bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma qilib, tovarlarni olib kirib joylashtirib qo'yib sotib, xohlasangiz bundan oylikka, xohlasangiz foydadan ulushga, xullas bu sizni ishtahangizga bog'liq. Bu уже bemalol savdo qilishni o'rganib olganingizdan keyingi etap. Ya'ni xohlasangiz ishlab chiqarishdan olasiz tovarlarni, xohlasangiz Xitoydan olishingiz mumkin. Tovarlarni Xitoyda ham hozir zo'r imkoniyat, O'zbekiston bilan Xitoy yaxshi ishlayapti, tovarlar zo'r kirib kelyapti, tez. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak va siz ham mana shu faoliyatni yo'lga qo'yib ishlashingiz mumkin. Bundan tashqari o'zimizda ham optim bozorlar ham bor. Masalan, Toshkentda o'zida Abu Saxiy, Chinni bozor, xullas ko'plab bozorlarda ba'zi bir tovarlar bor, hali ham uzun marketda bozordan olib uzumga qo'yib joylashtirib sotadigan bo'lsangiz 100% daromad qiladigan $1000 tovar oldingiz bozordan. O'sha tovarni uzumda analitikani ko'rgandingiz, yaxshi savdo bo'layotganda 1000 ni 2000 ga aylantirish imkoniyati bor, hali ham bozordan olib. Bu uchun sizga nima kerak bo'ladi? Analiz, ya'ni ichki va tashqi analiz. Ya'ni bozorda bor tovar uzumda yo'q bo'ladigan bo'lsa, shuni analiz qilib turib, olib kirib joylashtirib qo'ysangiz bo'ldi. Endi savdo boshlash uchun nimalar qilish kerak? Ya'ni nimalar kerak bo'ladi? Aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda siz bu savdoni boshlashingizdan oldin hujjatlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hujjatlar qachon tayyorlashingiz kerak? Siz tovarni topib, tovarni birinchi qo'lini topib, aniq qilib, bozorga kirishingiz, уже foydalarni, hamma narsani, unit ekonomikani hisob-kitobini qilib turib bitta bildingiz, sizga zo'r foyda keladigan imkoniyatmi? Ana o'shanda siz iloji bo'lsa oyning boshidan, chunki oyning o'rtasidan yoki oyning oxirida hujjatlarni tayyorlaydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda shunaqangi imkoniyat bor, ya'ni YTT, MCZ bo'ladigan bo'lsa, sizga 1 oy, ya'ni yanvar oyini 1-kuni siz hujjatni ochtiradigan bo'lsangiz, 31-yanvargacha siz soliq to'lamaysiz va shu orqali siz savdoyingizni, ya'ni 1 oy bir qator o'sha sizga imtiyoz bo'ladi. Bu imkoniyatdan foydalanib savdoyingizni boshlab ketishingiz mumkin bo'ladi. Eslab qoling, hujjatni oyning boshidan boshlash kerak. Shunda sizda 1 oy qo'shimcha imkoniyat bo'ladi. Oyning oxirida boshlaydigan bo'lsangiz, o'sha 1 oyingiz kuyib ketadi va o'sha 2-oydan siz soliq to'lashga o'tasiz. Undan tashqari, ya'ni YTT, MCZ, oilaviy korxona, xususiy korxonalar bilan siz uzun marketda savdoyingizni boshlaydigan bo'lsangiz, xo'p, bu yerda qanaqa ketadi? Masalan, qaysinisini maslahat beraman? Yangi boshlovchilarga sizda YTT bo'ladigan bo'lsa, agar YTT yo'q bo'lsa, bitta YTT ochish kerak. MCZ kim uchun qulay? MCZ bu o'zining MCZsi bor, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatda faoliyat yuritadi. Tovarlarni Xitoydan qayerdan bo'lsa ham oladi, soliqlarni o'sha to'laydi va undan tashqari oylik hisobot topshiradi. Agar sizda MCZ bo'lib turib, uzun marketda savdo boshlaydigan bo'lsangiz, bu sizga hech qanaqasiga ziyon keltirmaydi. Qo'shimchasiga sizga qo'shimcha keladigan pul bo'ladi. Agar sizda YTT bo'lsa ham bemalol o'sha YTTingiz bilan uzumda savdoni boshlashingiz mumkin. Faqat yo'nalishini ahamiyat bering. Chakana savdo yo'nalishida savdo boshlash kerak, chunki uzun market faqat chakana savdo yo'nalishida faoliyatni yo'lga qo'ygan tadbirkorlar bilan ishlaydi. Xullas, mana shunaqa. Oyning boshidan ochasiz. YTT maksimum hammaga YTTni tavsiya qilaman, chunki YTTda siz bemalol ishlaysiz. Ya'ni sizni soliq bezovta qilmaydi, siz hech qanaqa hisobot topshirmaysiz, siz buxgalter yollashingiz kerak emas, xullas sizda ortiqcha mashmashalar bo'lmaydi. Undan tashqari, MCZda bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqangi ozgina qo'shimcha qilish kerak bo'lgan ishlar bor. Undan tashqari, o'z-o'zini band qilish orqali ham uzun marketga kirsangiz bo'ladi. Faqatgina o'z-o'zini band qilish bilan kirsangiz, siz bitta yo'nalishda savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. O'z-o'zini band qilishda asosan siz o'zingiz qanaqadir faoliyat bilan shug'ullanasiz. Masalan, birorta narsa to'qiysiz uyda, ayollar bo'ladigan bo'lsa, erkaklar bo'lsa kulolchilik, mebel mahsulotlarini uyda qiladigan bo'lsa, xullas mana shunaqangi yoki mana sovunlar, har xil narsalarni odamlar uyda qiladi-yu, yoki o'sha kichkina sexlarda qiladi. Mana shu yo'nalishda siz o'z-o'zini band qilish orqali uzun marketda faoliyatingizni boshlab, tovarlaringizni joylashtirib sotsangiz bo'ladi. Buni ham bitta zo'r o'ziga yarasha imkoniyati bor. Ya'ni siz o'z-o'zini band qilish orqali uzumda kirsangiz, siz 1 yilda 1 marta soliq to'laysiz. Bu sizga zo'r imkoniyat. Ya'ni siz o'z-o'zini band qilish orqali uzun marketda savdoyingizni yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, sizda zo'r imkoniyat bo'ladi mana shunaqangi soliq bo'yicha. Lekin o'ziga yarasha minusi ham bor buni.
o'zini band qilish orqali uzumda savdoni boshlaydigan bo'lsangiz, ya'ni men hujjat haqida gapiryapman, siz faqatgina bitta yo'nalishda savdo qila olasiz. Ya'ni bir yilda bir marta soliq to'laysiz, bu zo'r, lekin faqatgina mebel ishlab chiqarsangiz faqat mebel sota olasiz. Ya'ni u yerda paypoq yoki kiyim-kechak yoki qanaqadir boshqa kategoriyalarda savdo qila olmaysiz, chunki bu o'ziga yarasha faqat bitta yo'nalishda savdo qiladiganlar uchun. Mana shu uzum marketga kirib savdo qilishingiz bo'yicha, hujjatlar bo'yicha o'sha batafsil ma'lumot. Endi mana shu 4 ta hujjatdan bittasini qilib uzumga kiradigan bo'lsangiz, sizda yana bitta narsa kerak bo'ladi, ya'ni bankdan hisob raqam. Qaysi bankdan hisob raqam ochgan ma'qul? Iloji bo'lsa, hammaga tavsiya qilaman, o'quvchilarimga ham, ko'pchilikka Kapital Bank, chunki Kapital Bank bilan Uzum Market o'rtasida hamkorlik bor. Bu orqali siz Kapital Bankdan shot ochtiradigan bo'lsangiz, sizda komissiyalar kam bo'ladi, pul yechib olishda muammolar bo'lmaydi va shunaqangi imtiyozlari bor. Boshqa banklar bilan ham ishlash yaxshi. Agar siz o'sha boshqa banklar bilan oldin faoliyat yuritib kelgan bo'lsangiz, hech qanaqangi plus minus yo'q, lekin o'quvchilarimizga Kapital bilan ishlashni tavsiya qilamiz, chunki u yerda o'sha Uzum bilan hamkorligi bor, pul yetishda hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun. Xo'p, endi Uzum Market bo'yicha hammani qiziqtiradigan savolga keladigan bo'lsak, uzumda savdoni boshlash uchun qancha pul kerak? Ya'ni necha pul bilan uzumda savdoni boshlasa bo'ladi? Bu albatta tovaringizga bog'liq. Bu deganda nimani tushunishimiz mumkin? Masalan, siz uzumda savdo boshlamoqchisiz, bozorni ko'rib chiqdingiz, qaysi yo'nalishlarda savdo borligini bildingiz. Masalan, siz bitovoy texnikaga kirmoqchisiz. Bitovoy texnika, masalan, xolodilnik, mikrovolnovka, shunga o'xshagan tovarlarni olib kelib uzumda sotmoqchisiz, zo'r savdo bo'lyaptimi? Siz uni boshlashingiz uchun eng kamida masalan 5 ta mikrovolnovkaga necha pul ketadi? Masalan, $200 dan bo'ladigan bo'lsa $1000. 5 ta o'sha kir mashinaga qancha pul ketadi? $500 dan bo'lsa $2500. Mana shunaqangi tovarlarni tannarxiga qarab turib, uzumga qancha pul bilan kirishingizni aniqlashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy misol, $100 bilan ham kirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qaysi sohaga? Masalan, bijuteriyaga kirsangiz bo'ladi. Yoki masalan, siz kiyim-kechak sohasiga kirmoqchisiz, uzumni ko'ryapsiz. Masalan, oddiy misol, uzumda raqobat bormi, uzumga kechikdimmi, uzumda savdo qilsa bo'ladimi deydigan odamlarga bitta narsani aytaman. Masalan, siz uzumdan kiyim olmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni didingizga mos keladigan kiyimni topa olasizmi? Katta ehtimol bilan yo'q, chunki bozorda hali assortiment kam. Siz hozirgi paytda ko'pchilik masalan eng katta O'zbekistondagi savdo bo'ladigan yo'nalishlardan bittasi oziq-ovqatdan keyin kiyim-kechak turadi. Masalan, kiyim-kechak ham zo'r savdo qiladi. Uzum marketda ham xuddi shunaqa. Boshqa marketplace'larda ko'radigan bo'lsangiz ham topda kiyim-kechaklar turadi. Lekin uzumda hali kiyim-kechak rivojlangani yo'q yetarlicha. Ya'ni men o'zimga masalan uzumdan kiyim ola olmayman. Chunki u yerda men xohlagan tovarlar yo'q. Demak, uzumda hali juda ham ko'p imkoniyat bor siz boshlashingiz uchun. Xo'p, kiyimni qancha bilan boshlash mumkin? Masalan, bitta oyoq kiyimni olaylik. Bozorda misol uchun 200 ming so'm turibdi. Yoki optim narxini oladigan bo'lsangiz, misol 60 ming so'mga bitta oyoq kiyimni ishlab chiqaruvchidan oldingiz. Haqiqatan ham 60 ming so'mga yaxshi sifatdagi, masalan, biz o'zimiz sotdik, lopianolar, krossovkalar yoki shunga o'xshagan tovarlarni Andijon, Qo'qon, Farg'ona, Marg'ilonlarda ishlab chiqarishlardan primoy olib turib Uzum marketga qo'yib sotdik. Hattoki Salamandrada ham qo'yib sotdik. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Masalan, bitta oyoq kiyim, masalan, o'sha Salamandra oyoq kiyimini olaylik. Bitta seriyada nechta oyoq kiyim bo'ladi? Masalan, 6 ta. 6 ta seriya bo'ladigan bo'lsa, 6 tasi 80 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa, 480 mingga siz 6 ta oyoq kiyimni optimga oldingiz. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Siz uzumga nechta tovar qo'yish kerakligi, ya'ni qancha summa bilan kirishingizni o'sha tovardan nechta qo'yishingiz kerakligi aniqlashadi. Masalan, 10 ta qo'yadigan bo'lsangiz, 480 mingdan 10 tasi 4.800.000. Demak, bitta turdagi oyoq kiyimni uzumga joylashtirishim uchun men 4.800.000 so'm Uzum marketga tovarni olib joylashtiraman. Demak, men bitta oyoq kiyim bilan savdoni boshlashim uchun 4.800.000 kerak bo'ldi. Endi bu ko'rsatkich qanaqa edi? Masalan, men kirgan mahalda boshida qancha summa bilan kirsangiz kiraveradi. Ya'ni daromad 2x, 5x, 6x bo'lib o'sib ketaveradi. Lekin bu daromadning o'sishi
yildan yilga, ya'ni raqobat kuchayyapti. Bozorda biz sizga o'xshagan serverlar ko'ryapsiz, qaysi tovarlar yaxshi ketyapti, o'shani olib kirib qo'yib sotyapti, rivojlanyapti va bozorda raqobat rivojlangani sari siz bozorga kirishingiz qimmatlashib boradi. Bu fakt. Masalan, boshida boshlaganda $100 bilan kirish mumkinmidi? Mumkin edi. Hozir kirish mumkinmi? O'shandan savdo qilib daromad qilib chiqib ketish uchun? Yo'q. Chunki $100 bilan siz test qilishingiz mumkin. Tovarlarni sotiladimi yo'qmi ko'rishingiz mumkin. Lekin u sizni soliq xarajatlaringizni, qilgan mehnatingizni va uzun marketdagi xarajatlaringizni qoplamaydi. Sizga siz kutgandaqa masalan $100 bilan boshlab 5 million foyda olaman deb o'ylagan bo'lsangiz, bu narsa xato. Siz qancha foyda olishingizni tikayotgan pulingizga qarab turib bilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsa uzumga qancha bilan kirishingiz kerakligini ko'rsatadi, ya'ni tovaringizga qarab turib summa belgilanadi. Endi, xo'p, siz summani belgilamoqchisiz. Mana shuncha summa bilan kiraman, endi uzumda savdo boshlamoqchiman. Nimadan boshlayman desangiz, hozirgi paytda ko'pchilik bo'ldi, men uzumda savdoni boshlaymanda borib hujjatlar tayyorlaydi, YTT banknot elektron pul ishlov holatda uzumdan do'kon ochadi, uni aktivatsiyaga kelgan paytda o'zi to'xtalib qoladi. Ya'ni aktivatsiya qilish jarayoni ozgina vaqt oladi va bu narsani o'ziga yarasha, misol uchun o'sha menejerlar bilan gaplashib turib qiladigan bo'lsangiz, sizda tezroq bitadi. Agar menejerlar siz kutadigan bo'lsangiz, 14 kungacha sizni vaqtingiz oladi va bu siz uzumdagi birinchi hafsalangizni pir qiladigan narsalardan bittasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsani etapma-etap, ya'ni hujjat tayyorlab, do'kon ochib, tovar joylashtirishdan boshlash bu xato. Chunki birinchi o'rinda aytib o'tganimdek, siz mana hujjat tayyorlash bu ikkinchi etapdagi narsa. Ya'ni hujjat tayyorlab do'kondagi tovarlarni joylashtirish bu ikkinchi etapdagi narsa. Birinchi etapdagi narsa siz bozorga nima bilan kirishingiz. Ya'ni buni bilish uchun albatta marketplace'da qanaqa ishlash ilmi, analitika platformalardan o'sha qaysi metrikalarga qarab turib zo'r sotiladigan tovarlarni topish, analiz va o'sha tovaringizni unit ekonomika qilish. Masalan, ko'pchilik mana shu joyda ham xato qiladi unit ekonomikada. Men o'zim ham xato qilganman-da. Ya'ni yangi boshlagan paytim masalan bozordan bitta tovarni 10 ming so'mga olib turib uzumda 20 ming so'mga sotadigan bo'lsam, men o'ylardimki menga 10 ming so'm foyda qolyapti. Lekin aslida bu xato. Chunki men u bozorga borish uchun taksida bordim, masalan, u yerda aravakash gaplashib tovarni olib keltirdim, tovarni fulfillmentga berib uzun marketga joylashtirdim. U uchun bitta ishchini ishlatdim deylik. U uchun masalan arendaga qanchadir bitta joyim bo'ladigan bo'lsa, o'sha skladga arendaga pul to'layapman. Mana shu xarajatlarni hammasi unit ekonomika hisoblanadi. Ya'ni siz o'sha xarajatlarni agar tovarni tannarxini ustiga mindirib ko'radigan bo'lsangiz, siz aslida masalan 10 ming so'mlik tovarni 20 ming so'm sotib 10 ming emas, 5 ming savdo, 5 ming foyda qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Va bu 5 ming sizni xarajatlaringizga ketayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu narsa albatta marketplace savdo qilishda juda ham katta ahamiyatga ega. Undan tashqari siz mana bu ikkinchi etap hujjat tayyorlashdan oldin olib kiradigan tovaringizni maksimum birinchi qo'lini aniqlashtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki savdogarlar ustozida aytgan edik, siz agar tovarni o'sha bozordan yoki o'sha olib sotardan olib qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizga kamroq foyda kelishini va sizni bu bozorda ishlashingiz uzoqqa bormasligini ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy savdogar shu tovarni eng arzoni qayerda bo'lsa, o'shani topib turib, ana o'shandan keyin bozorda savdoni boshlashi mumkin bo'ladi. Agar siz haqiqatan ham eng optim joydan olib bozordan savdoni boshlaydigan bo'lsangiz, xudo xolasa hech qanaqasiga yutqizmaysiz. Chunki eng kamida sizda bozorda eng arzon tovar bor. Va bu orqali siz tovaringizni bemalol sotib olasiz, любой bilan konkurensiya qila olasiz. Ya'ni bozorga kirganingizda kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'shan bilan savdoni tannarx bo'yicha ham, sotuv bo'yicha ham, infografika bo'yicha ham bemalol raqobat qila olasiz va savdoingizni rivojlantirishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari hujjat, do'kon, savdoga kirish va daromad qilish, mana shu narsalar etapma-etap. Birinchi tovarni topasiz, birinchi qo'lini topasiz, uni chuqur tahlil qilasiz, marketplace'dagi savdosini ko'rasiz. Mana o'shandan keyingi etapda shu hujjat tayyorlab, do'konlarni ochib, ya'ni ko'ngilni to'q qilganingizdan keyin boshlash kerak. Xullas, analitika platformalar, bozorda o'rganish, savdoni o'rganish bu sizni riskingizni kamaytiradi. Ya'ni masalan bozorda yoki do'konda olaylik, bitta do'konni ochyapsiz-da, u yerda qanaqa savdo bo'lishini bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Do'konni ochyapsiz-da, klientlar kelishini siz
u tavakkal bo'ladi. Ya'ni lekin uzun marketda mana shu tavakkalni siz oldindan hisob kitob qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha olib kirmoqchi bo'lgan tovaringiz o'zi aslida qanaqa sotilyapti, o'sha tovarni bir kunda nechta odam qidiryapti, u tovar necha puldan sotilyapti. Mana shu narsalarni bir qator bitta ko'radigan bo'lsangiz, siz uchun ko'nglingiz to'q. Demak, haftasiga, oyiga, misol uchun 100 tadan 500 tagacha sotilyapti. Mana shu tovar hozirgi paytda bozorga kerakli tovar bu va buni 5 kishi sotyapti. Umumiy 200 million savdoni bo'lib olgan. Endi siz mana shunaqa holatda bozorga kelib turib, ya'ni talab bor joyga taklifni berasiz, mana shunaqangi tovarlar bor deysiz va bu orqali siz ham tovarlaringiz sotilishni boshlaydi. Endi sizlarga mana bu etapma-etap tushuntirganim bo'yicha birinchi o'rinda analiz qilish kerak dedim. Analiz nima o'zi? Analiz bu siz bozorni aytib o'tganimdek oldindan risklaringizni o'lchab olish. Hozir aytgandek, nechta tovar sotilyapti, nechta pul savdo bo'lyapti. Mana shu narsalarni tayyor platformalardan ko'rib, ya'ni urg'u berilgan joylariga bitta-bitta qarab chiqsangiz, o'zi bilasiz, bozorda qanaqa savdo, necha pullik savdo bo'lyapti, qancha olib kirsa qancha foyda qilish mumkinligini mana shu analizni o'zidan bilishingiz mumkin. Bu bo'yicha shablonlarni men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol mana pastda havolalar qoldiraman. Shu orqali Telegram kanalimizdan o'tib analiz bo'yicha shablonlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu narsa, ya'ni uzun marketga tovar joylashingizdan oldin o'sha tovaringizni nechta odam qidiryapti? Raqobatchilar qancha savdo qilyapti? Narxlar qanaqa? Masalan, o'rtacha narx qancha? Bundan tashqari mijozlar nimani ko'proq yoqtiryapti? Ya'ni o'sha tovar bo'yicha, ya'ni mijozlarning fikri, sharhlari, u yerda qancha reytinglar, odamlar yoqtiryaptimi, qaysi jihati unga yoqmayapti klientlarga, mana shu narsalarni ko'rsangiz bo'ladi. Va undan tashqari yana bitta zo'r narsasi bor, ya'ni sezonimiz. Mavsumiylikni siz analiz orqali bilishingiz mumkin. Masalan, bitta keysda aytaman, biz bitta o'quvchimiz o'tgan yili uzun marketda savdo qilish jarayonida basseyn olib kirgan. Ya'ni uzun marketga basseynni savdosini yo'lga qo'yganda may oyida basseynni uzunga savdoga olib kiryapti. Olib kirib turib, uzunni o'zini banner reklamasi bor. Ya'ni butun televizorlarda hamma yoqda uzun sizni aynan o'sha tovaringizni reklama qilib beradi va bu orqali u uzun marketga reklama beryapti va bu orqali mana shu may, iyun, iyul oyida 3 oy ichida 1 milliarddan ortiq savdo aylanmasiga ega bo'lyapti. Ya'ni u mavsumiylikni zo'r hisobga olgan. Ya'ni haqiqatan ham yozda zo'r ketadimi? O'sha tovarni olib kirib, qo'yib, joylashtirib sotsa bo'ldi. Yoki undan tashqari yana bitta o'quvchimizdagi bitta keysda aytaman. Qish kelyapti. O'tgan yili qishda Xitoydan katta partiyada обогреватель kelgan. Обогревательlarni uzun marketga joylashtirishda shunaqangi to'g'ri strategiya bilan ishlaganki, ya'ni mana обогреватель turibdi, uzunga joylashtirib qo'ydi va mana shu paytini kutdi. Ya'ni uzun marketda обогреватель qachon sotiladi? Qachonki havo sovishni boshlasa. Umumiy bozorda ham o'rganish kerak-da bunaqa holatda. U bozorda o'sha havo sovishini kutib turib, umumiy o'sha pagodaga qarab, qaysi payt qor yog'ishini ko'rib turib, shu orqali tovarlarni bitta reklamaga bergan. Qor yoqqanda hamma uyda o'tirgan holatda uzun marketga kirib, unda ham 1 milliarddan ortiq savdo aylanmasi bittada tovarni o'pshi sotib chiqib ketdi. Bunga nima deysiz? Sezonnisda siz zo'r ishlasangiz bo'ladi. Yoki mana yangi yil payti ham tovarlar bitta joylashtirishadi, milliard savdolarni olib chiqib ketadi. Har bitta mavsum, tadbir yoki qanaqadir bayramlar bu bizga savdogarlarga juda ham katta imkoniyat, ya'ni maksimum sota olamiz tovarlarni mana shu mavsumiylikni oldindan analiz bilan ko'rish orqali. Yoki mavsumiylikda yana nimani ko'rsa bo'ladi? Masalan, avgust oyi. Avgust oyida nimalar zo'r sotiladi? Eng katta savdo bo'ladigan kategoriyalardan bittasi avgust oyida konstovar. Konstovarda ham hozir uzun marketda zo'r sotishni yo'li bor. Masalan, ko'pchilik boshida mana uzun marketda savdo qilish jarayonida uzun marketni o'zi maydalashmaylik, ya'ni mayda tovarlarni sotadigan bo'lsangiz, bizga minus bo'lishi mumkin. Masalan, uzun marketda uzun direktori ham Ilshod Hametov o'sha seminarda aytishi bo'yicha bitta choy 2000 so'mlik choy zakaz bo'lyapti Qoraqalpog'istonga. Mana shu tovarni biz Qoraqalpog'istonga dostavka qilib yetkazib berishimiz uchun qancha mablag'imiz ketyapti va bu narsa bizga ham ziyon,
sizga sotuvchiga ham ziyon deb turib shunaqangi mayda narsalarni sotish bo'yicha logistikani ozgina ko'tarib qo'ygandi va ko'pchilik konstavarchilar bozordan chiqib ketdi. Men konstavarchilarga nima maslahat bergan bo'lardim? Siz masalan bitta ruchkani sotish sizga to'g'ri kelmayaptimi? Siz nabor qilib soting. Masalan, ikkita ruchka, ikkita daftar, ikkita qanaqadir penal, mana shu narsani umumiy qilib turib, ustiga eng kamida 30% dan 50% gacha qo'yib turib uzun marketga qo'yadigan bo'lsangiz, sotiladi. Nimaga? Chunki uzun marketda 60% ga yaqin savdo nasiya hisobiga bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Bu degani hozirgi paytda odamlar ko'proq mana shu nasiya odamlarga ko'proq yoqyapti. Ya'ni bitta tovarni ko'rdi 3 million so'm, mana shu 3 million so'm hozir cho'ntagida yo'q, lekin bu tovar unga zarur va uzun market orqali olyapti-da, bo'lib oyligidan beradi. Bu ham mijozga, ham biz sotuvchilarga zo'r imkoniyat uzun market tomonidan. Uzun tovarni unga nasiyaga beradi, bizga esa pulni naqd tushirib beradi. Pulini uzun marketda o'zi xaridordan oyma-oy bo'lib oladi. Biz sotuvchilar umuman u pulni yig'ishtirish kerak, uni qanaqa qilib olinadi, qayerda yuribdi degan narsalar yo'q. Xo'p, endi aytib o'tganimdek, nima uchun mana analiz haqida gaplashyapmiz? Nima uchun o'zi analiz qilish kerak? Bu birinchi o'rinda sizni pulingizni muzlashini va yo'qotmasligingizni oldini oladigan strategiya. Analiz mana shu narsa sizni pulingizni yo'qotishni oldini oladi. Siz taxminan bozorga kirishingizda, masalan, ko'pchilik shunaqa o'zini ichki hissiyotlariga yoki o'ziga yoqqan tovarlarni men masalan, mana shu tovarni ko'rib qo'ydim, zo'r, uzun marketda ham sotiladi, olib kirib qo'yaman, zo'r sotaman deydi. Lekin o'sha tovar uzun marketdagi xaridorlarga kerakmi? O'zi uzun marketda o'sha tovarni qidirishyaptimi? Mana shu narsa sizni analiz orqali, mana shu narsani bilish orqali siz analiz bilan bozorda pulingizni yo'qotmasdan, pulingizni muzlatmasdan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi o'rinda to'g'ri narx qo'yish uchun sizga analiz yordam beradi. Masalan, analiz yo'q payti xuddi shunaqa edi. Masalan, biz loris sotganmiz, masalan, asijitellar bozorga o'zimiz olib kirganmiz, uzunda yo'q paytda o'sha loris asijitellar olib kirdikda qarasak bozorda yo'q. Bozordan 48 mingdan olyapmiz, uzun marketda 120 ming, 130 mingdan sotib turib, ya'ni teng barobar foydaga, ya'ni komissiyani uzunga beramiz, qolgani bizga foyda qolganda 50% foyda qoladigan holatda ishladik va bizdan keyin o'zi savdo zo'r bo'layotganini ko'rib turib, boshqalar kirib savdoni qildi va umumiy narx o'zi pastga tushishni boshladi. Ya'ni analiz sizga bozorda qancha narx qo'yish kerak, nechta pul o'sha umumiy bozorda talabini o'rganib savdo qilishingizga yordam beradi. Endi keyingi o'rinda mijoz xohishlarini bilish, ya'ni mijozga nima kerak, unga qanaqa taklif beradigan bo'lsangiz tovarlaringiz ko'proq sotiladi va savdolaringizni oshirish uchun aynan mana shu analitika platforma sizga kerak bo'ladi. Bulardan foydalanish kerak. Endi analiz haqida gapirdim. Bilmadim, bu sizga qanchalik tushunarli bo'lyapti. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz bir qator yana boshidan ko'rib keling, shunda menimcha foydali bo'ladi. Endi analiz haqida yana ham sizga osonroq bo'ladigan bo'lsa, osonroq tushuntiradigan bo'lsam, o'zi bizda ikki xil analiz turi bor. Birinchisi mana shu aytib o'tganimdek ichki analiz, ya'ni siz marketplace'lardagi mana shu analitika platformalar orqali analiz qiladigan bo'lsangiz, bozorda o'rganganingizda, masalan, Dadata, Zoom Selling yoki mana shu platformalarning sotuvini ko'radigan bo'lsangiz, ichkaridagi sotuvlarni, bu uzumni ichidagi sotuvlarni ko'ryapsiz. Ya'ni siz kirishingiz mumkin bo'lgan sohada o'zi kimdir bor. O'zi o'sha tovarni sotyapti. Bu birinchisi ichki analiz bo'ladi. Undan keyingi analiz tashqi analiz. Ya'ni bozorda hali yo'q bo'lgan, olib kirib sotsa yaxshi daromad qilish mumkin bo'lgan tovarlarni siz tashqi analiz orqali topishingiz mumkin. Xo'p, ichki analizda aytib o'tganimdek qanaqa qilib qilamiz? Analitika platformalari, Dadata, Zoom Sellinglardan foydalansangiz bo'ladi. Tashqi analizni qanaqa qilamiz? Bozorda o'rganishimiz mumkin. Boshqa marketplace'larda o'rganishimiz mumkin. Masalan, Rossiya, Ozon, Wildberries, Qozog'istonda Kazan Express, mana shunaqangi yoki Qozog'istondagi Kaspi degan marketplace bor. Mana shu marketplace'larda umumiy savdolar qaysi kategoriyalarda ko'proq o'syapti, qaysi tovarlar yaxshi sotilyapti. Oddiy misol, men o'zim ham tashqi analizda Rossiyani Kazan Express marketplace'idan ko'p qarab turaman, ya'ni qaysi tovarlar yaxshi sotilyapti. O'shdan olib turib, o'zim masalan podarchniy tovarlarni uzun marketga joylashtirganimda, masalan Kazan Expressda qaradim, tovar zo'r sotilyapti, uzumda qaradim, o'sha tovar yo'q. Bozorda bor.
shu tovarni olib kelib o'zimga joylashtirdim. U orqali ham 1000 tadan ortiq o'sha tovarni sotib turib, 17 milliondan ortiq daromad qildim. Bu tashqi analiz. Ichki analiz уже data zoomsadi. Xo'p, ichki analiz uchun sizlarga mana analitika saytlarida ro'yxatini beryapman. Buni bitta screenshot qilib oling. Bu orqali siz Zoom marketdagi yaxshi sotilayotgan tovarlarni ko'rishingiz mumkin. Asosan data bilan Zoom Selling sayti Zoomdagi ma'lumotlarni bizga yetkazib beradi. Biz asosan mana shu ikkita analitika saytdan foydalanamiz. Xo'p, analizni qildingiz. Tovarni o'zi ko'rdingiz. Masalan, 10 ta tovarni ko'rib qo'ydingiz, yaxshi sotilyapti, kamchilik sotyapti, yaxshi daromad kelyapti. Endi aytib o'tganimdek, ikkinchi etapda o'zi topgan tovaringizni birinchi qo'lini topishga o'tamiz. Ya'ni birinchi qo'l bu eng arzon, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan, ulgurji manbadan olishni bildiradi. Ya'ni bozordan emas. Bu yerda siz asosan mana shu aytib o'tganimdek, eng optim joydan olishingiz kerak. Bu orqali siz savdoyingizni ham, foydangizni ham ko'tarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi birinchi qo'lni o'zi qayerdan topish mumkin? Masalan, agar siz savdo bilan umuman shug'ullanmagan bo'lsangiz, qayerdan topaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizlarga hosil bo'yicha ham tushuntirib ketaman. Xo'p, birinchi o'rinda aytib o'tganimdek, ishlab chiqaruvchilardan topishimiz mumkin. O'zimizda yetarlicha ishlab chiqarishlar bor. Optim bozorlardan olishimiz mumkin yoki yana bitta eng ideal variantlardan bu Xitoy bozori. Xitoydan tovar olib keltirib bemalol sotishingiz mumkin. Mana sizlarga O'zbekistondagi optim bozorlarni kategoriya bo'yicha chiqarib berdim. Ya'ni o'zimiz mana shu bozorlardan tovarlarni olganmiz boshida. Masalan, elektronikani Abu Sahidan olsangiz bo'ladi, Malikadan olsangiz bo'ladi, maishiy texnika ham Abu Sahidan, kiyim-kechak Abu Sahi, Podval, Sahar 4-5 ta boradigan bo'lsangiz, kiyim-kechakni Optim Oshitda yoki mana Konstovarni Sonishniy bozoridan olsangiz bo'ladi, avtotovarlar Sergeli bozoridan olsangiz bo'ladi. Buni ham bitta screenshot qilib oling. O'zbekistondagi eng optim kategoriyalar bo'yicha bozorlar va undan tashqari bizda yana bitta manba bor, bu Xitoy bozorlari. Lekin Xitoy bozorlari ham har doim bizga eng arzon narxda to'g'ri kelmasligi mumkin. Nimaga desiz, Xitoyliklar asosan ob'yomga ishlashadi. Masalan, siz marketplace endi savdo boshlagan bo'lsangiz, sizga qaysidir tovardan 10 ta kerakdir, 20 ta kerakdir, 100 ta kerakdir, 200 ta kerakdir. Lekin agar siz Xitoylik bilan ishlayotgan paytingizda shu tovaringdan menga 50 ta jo'natib ol deydigan bo'lsangiz, sizga eng optim narxda bermaydi. Birinchidan, ikkinchidan uni olib keltirishingiz, siz kargo orqali olib keltirsangiz yoki logistika orqali olib keltiradigan bo'lsangiz, sizga qimmatroq tushishi mumkin, chunki sizda tovar kam. Agar qancha tovaringiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, Xitoyda shuncha sizga arzon tushadi. Xuddi mana shu narsasini hisobga olib ketish kerak. Ya'ni balansni ko'ring. Qaysidir tovarlar Xitoydan kamroq olganingizda, O'zbekistonda o'sha tovar Xitoydan ko'ra arzonroq chiqishi mumkin. Men o'zim ko'p bu narsaga guvoh bo'lganman. Masalan, kosmetikadagi bitta tovarni Xitoydan olib keltirmoqchi bo'ldim. Hisoblatdim. Optim joyini topdim. Masalan, 500 ta olib keltirmoqchi bo'ldim. Hisoblatsam, masalan, 14 ming so'mdan men qo'limga yetib keladi. Lekin O'rizor bozorida xuddi o'sha tovar 13 ming so'm turibdi. Nimaga? Chunki O'rizordagi o'sha optoliklar bitta Isuzu yoki bitta Furada o'sha tovarni olib keltiradi. Unga logistikasi ham arzon tushadi, Xitoydan berayotgan sotuvchi ham eng minimum narxda beradi va bu orqali u bozorchi o'zini foydasini qo'ygan taqdirda ham men Xitoydan olib keltirishimdan arzonroqqa sotishim mumkin bo'ladi. Undan tashqari gabarit tovarlar bor. Gabarit tovarlarni Xitoydan olib keltirsam sizga nevyigidno bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu bo'yicha ham bir yaxshilab ko'rishingiz kerak. Ya'ni qaysi tovar bizga Xitoydan olib kelsak to'g'ri, qaysi tovar o'zimizdan olib qo'ygani yaxshiroq. Endi sizlarga agar Xitoydan tovar olib keltirish bo'yicha bir qator manbalarni ham aytib ketaman. Mana ko'rishingiz mumkin prezentatsiyada Xitoy bozorlar. Hozirgi paytda siz Xitoydan onlayn formatda 1688 dan, Alibabadan, Taobao, Pinduoduo, JD.com kabi marketplace'lardan tovarlarni olishingiz mumkin. Endi sizlarga marketplace'lardan olishni plusi va minusini aytib o'tib ketaman. Marketplace'dan tovar olishni plusi nimada? Birinchidan, siz tovarni olayotgan paytingizda u yerda o'rtada marketplace turadi. Ya'ni o'sha tovarni siz qanaqadir brak chiqib qolsa yoki tovar siz kutgandek bo'lmasa yoki tovar yetib kelmasa, xullas tovar bo'yicha qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, siz marketplace orqali yoki plusni qaytarib olishingiz mumkin yoki o'sha marketplace sizni xullas muammongizni yechib beradi. O'rtada turgan marketplace
xaridor bilan sotuvchini o'rtasidagi muammoni xaridor tomonga agar minus bo'ladigan bo'lsa yechib beradi. Marketplace'lar orqali tovarlarni siz olganingizda mana shu pulga kuyish, aldanish kabi narsalarga duch kelmaysiz. Bu o'ziga yarasha plusi. Endi minusni aytadigan bo'lsam, tovarlar qimmatroqligi. Ya'ni haqiqiy Xitoy bozorlaridan marketplace'da tovarlar qimmatroq. Chunki marketplace'da xuddi bu mana shu uzun marketga o'xshab u yerdagi 1688 ham Alibaba ham hammasi marketplace bo'lganligi uchun ular tovarni sotib berayotgani uchun pul oladi. Ya'ni qanchadir miqdorda komissiya oladi. Demak, masalan 10 so'mlik tovar marketplace'da 12 so'm bo'ladi-da, sizga 12 so'mdan yetib keladi. Agar siz to'g'ridan to'g'ri oladigan bo'lsangiz 10 so'mdan olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni u yerda o'zidan komissiyasidan siz qutulib qolasiz, to'g'ridan to'g'ri oladigan bo'lsangiz. Prezentatsiyadan ko'rishingiz mumkin, qaysi ilova, qaysi tovarlarni marketplace'dan olsangiz sizga to'g'ri keladi. Masalan, 1688 dan ulguruvchi tovarlar, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or buyumlari, bolalar mahsulotlari, Alibabadan eksport tovarlari, katta partiyadagi tovarlar olishingiz mumkin. JD.comdan sifatli brend texnika. Mana shunaqangi Xitoy marketplace'lari har xil ajralib ketgan. Bizda masalan hozir uzum umumiy hamma tovar sotayotgan bo'lsa, Xitoyda o'sha masalan original tovarlarni Poizn sotadi. Yangilik tovarlarni Taobao sotadi. Jamoaviy tovarlar, ya'ni ko'pchilik birga bo'lib oladigan tovarlarni Pinduoduo sotadi. Ya'ni ularda marketplace shunaqangi rivojlanganki, modullarga, ya'ni segmentlarga alohida ajralib savdo qiladi. Endi bu marketplace'lar haqida edi. Endi Xitoyda bozorlar haqida gapiradigan bo'lsam, Xitoyda bozorlari ham juda ham bizga mos keladi. Biz ko'p marta borganmiz. Xitoyda 5-6 ta shaharda bo'ldim. Xitoyda umumiy eng zo'ri bizga ma'qul keladi. Ya'ni marketplace'da ishlaydiganlar uchun eng ma'quli bu Yiwu bozor hisoblanadi. Xitoyda ham bozorlar masalan bizda O'zbekistonda ham xuddi shunaqa-ku, masalan Namanganda asosan shu tekstil, Andijonda ham tekstil, har bitta viloyatda har xil yo'nalishlar bo'yicha tovarlar ishlab chiqariladi. Xitoyda ham xuddi shunaqa. Masalan, Foshanda mebel, Shenzhen shahrida asosan elektronika. Mana shu butun dunyoga tarqayotgan zaryadnik, chexol, shunga o'xshagan har bitta elektron aksessuarlar Shenzhenda chiqadi. Yoki mana Yiwu bor. Guanzhouda asosan kiyim-kechak, oyoq kiyim, brend, aksessuar, soat, shunga o'xshagan narsalar Guanzhouda. Har bitta shahari направление, ya'ni o'sha yo'nalishlar bo'yicha ajralgan va bularni mana prezentatsiyadan ko'rishingiz mumkin, qaysi bozorda qanaqa turdagi tovarlar borligi. Endi xitoyliklar bilan ishlashda, masalan siz birinchi qo'ldan olmoqchisiz, birinchi qo'ldan tovar olmoqchisiz, qanaqa qilib ishlashingiz mumkin? Aytib o'tganimdek, xitoyliklarda eng ko'p foydalaniladigan va ular uchun eng zo'r variant bu WeChat ilovasi, ya'ni u bilan kelishish, dogovor qilish bo'yicha siz O'zbekistondan turib ishlaydigan bo'lsangiz, bitta WeChat ochib olasizda, xitoylikni kontaktini olib turib, qaysidir savdogar agar siz kelishmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz, biz o'zimizda ham bor, 1000 dan ortiq Xitoyda ishlab chiqarish tadbirkorlarining kontaktlari bor, yoki siz mana shu platformalar orqali ulardan WeChatlarni so'rab turib, u bilan gaplashib turib, to'g'ridan to'g'ri, ya'ni marketplace'larsiz, komissiyalarsiz tovaringizni olib keltirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yana WeChat ilovasi bu xuddi O'zbekistondagi Telegramga o'xshab barcha xitoyliklar foydalanadigan ilova hisoblanadi. U yerda bilasiz, Telegram, Instagram, YouTube, Google kabi platformalar ishlamaydi. Xitoyda o'zini marketplace'lari va o'zini ilovalari bor. Endi siz masalan xitoylik bilan ishlamoqchisiz, Xitoydan tovar olib keltirmoqchisiz, xitoylik bilan qanaqa qilib ishlash kerak? Mana shu tajribalarimdan kelib chiqqan holda doim xitoylik bilan ishlashda bitta zo'r keyslardan aytib ketaman. Xo'p, xitoylikka eng muhim narsa nima? Xitoylik tadbirkordan tovar olayotganingizda unga eng muhimi bu ob'yom hisoblanadi. Masalan, ko'pchilik biz bilan mana Xitoyga borgan bozordagi tadbirkorlar bilan ham gaplashganimizda birinchi bo'lib turib, biz o'zimizda shunaqa, ya'ni bozorga kirganimizda yoki xitoylik bilan gaplashganimizda "Mana shu tovaring necha pul?" deymiz. Bu bizni tadbirkorlik qobiliyatimiz, tadbirkorlik mahoratimiz yo'qligidan. Aslida qanaqa qilish kerak? Aslida siz xitoylik bilan birinchi o'rinda u bilan ishlashdan oldin o'zingizni tanishtirish kerak. Ya'ni men shunaqangi faoliyat bilan shug'ullanaman. Ya'ni siz unga qanaqangi darajadagi klient bo'lishingizni va u bilan katta ishlar qilishingiz mumkinligiga uni ishontiradigan bo'lsangiz, u siz bilan zo'r ishlaydi. Hattoki nasiyaga ham ishlashi mumkin xitoylik. Shunaqangi vazn-o'sishlar bor. Birinchi o'rinda siz qanaqa qilib unga taklif berasiz va mana shu tovaringdan birinchi o'rinda masalan men O'zbekistonda mana shu faoliyat bilan shug'ullanaman. Onlayn marketplace'da tovarlar sotaman.
offline va onlayn formatda faqatgina Uzumda emas, boshqa platformalarda, ya'ni 2-3 ta platformada tovarimni sotaman. Men masalan, mana shuncha oborot qilaman. Mana do'konim deb turib ko'rsatib, uni ishonchiga kirib, tovarni keyin kelishadigan bo'lsangiz, ana shunda siz eng maksimum arzon narxga olishingiz mumkin bo'ladi. O'shanda ham masalan tanishtirdingizda birinchi o'rinda, keyin tanishtirganingizdan keyin yaxshi, mana shu tovardan qancha berishim kerak, nima qilish kerak deganda siz u bilan yana ikkinchi etapda, ya'ni o'sha kelishuv jarayonida Xitoylikdan yana narx so'raymiz. Ikkinchi o'rinda MOQ, ya'ni minimum order quantity. Eng kamida sendan nechta olish mumkin? Bu Xitoylikka signal bo'ladi, ya'ni eng kamida MOQ degan narsa bor, minimum order quantity. Bu orqali siz Xitoydan tovaringizni olib keltirishingiz mumkin bo'ladi eng optimum narxda. U yerda aytib o'tganimdek, masalan, borib turib menga mana shunday 100 ta beribsiz, u o'zi sizni haqiqiy tadbirkor emasligingizni bildiradi, chunki Xitoyliklar bitta o'sha sotadigan tovarini bitta karton, ya'ni bir kartoni eng kamida nechta bo'lsa, masalan, ichida 100 ta bo'ladimi, 70 ta bo'ladimi yoki 300 ta bo'ladimi, o'sha eng kamida bir karton olishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda sizga eng optimum narxda beradi. Donalab emas, bitta boksda oladigan bo'lsangiz. Undan tashqari, sotuvlarda, ya'ni Xitoylik bilan ishlayotgan paytingizda shunaqa narsa qilsa bo'ladi, yana ko'p keyslar bor Xitoyliklar bilan ishlashda. Masalan, birdaniga pul tashlab bermaymiz, masalan, biz tovar olishdan oldin birinchi 30% ni berasiz. Bu tovarni logistikaga olib borib bergandan keyin, qo'lingizga kelgandan keyin qolgan 70% ni tashlab berasiz. Mana shunaqangi tovarni sifatini ko'rib, u bilan ishlab, kelishib, hattoki Xitoylik bilan shartnoma qilib turib, katta savdolarni ham qilsangiz bo'ladi. Xo'p, Xitoyliklar bilan ishlash bo'yicha tushuntirdim. Endi Xitoyga qachon borish kerak? Masalan, tovarni olish uchun. Siz уже tovarlarni уже bildingiz, bozorda o'rgandingiz, tovar joylashtirmoqchisiz. Qachon Xitoyga borib tovar olish kerak? Birinchi o'rinda men o'quvchilarga maslahat beraman. Bozorga kirishdan oldin, ya'ni bozorda o'rganishdan oldin siz bir qator test rejimini o'tkazishingiz kerak. Ya'ni qaysidir tovar sotmoqchisiz, Xitoyda bildingiz narxini zo'r sizga foyda keltiryapti, lekin o'sha tovar O'zbekistonda ham bor, sal qimmatroq bo'lsa ham, o'sha tovarni boshlanishiga olib, Uzumga joylashtirib qo'yib sotib ko'ring. Sotib ko'rganingizdan keyin qanchadir уже sotilyapti, masalan, haftasiga 20 ta, 30 tadan sotilyapti, demak bir oyda 150 ta sotilyaptimi? Endi sizda ob'yom bor. Sizda bir oyda 150 ta sotiladigan tovar bor. Foyda kamroq bo'lsa ham, masalan, siz O'zbekiston ichidan olganingiz uchun foyda kamroq bo'lsa ham, sizda globniy mana shu tovarni sotish bo'yicha baza bor. Shu tovarni sota olasiz. Siz mana shu tovarni tushunasiz. Ana o'sha momentda o'zi ikkinchi etapda siz Xitoydan olib keladigan bo'lsangiz, siz o'zi tovarni eng maksimum optimum narxda olib kelyapsiz. Xitoylik oldiga borishdan oldin ham u yerini gapirasiz. Sizda masalan haftasiga 150 ta sotilyaptimi? Demak, bir oyda masalan 500 ta sota olasizmi? Siz undan 2000 tani o'zi bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, bitta boksda 300 tadan bo'ladigan bo'lsa, 7 ta boks berasan desiz, u sizga masalan narxda minimum beradi. Mana shu yo'l orqali, ya'ni etapma-etap siz Xitoydan tovar olib keltirishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Xitoyliklar bilan ishlash bo'yicha juda ham ko'p bizda keyslar bor. Ya'ni qanaqa qilib Xitoylikni ko'ndirish, uni qanaqa qilib arzonroqqa tovarni olish, xullas mana shu narsalar juda ham ko'p. Agar sizga ham Xitoydan tovar olib keltirib, Xitoyliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash qiziq bo'lsa, bizda biznes tur bor. Xudo xolasa aytib o'tganim o'sha har 3 oyda sezondan oldin, masalan, avgustda bo'ladigan bo'lsak, avgustda bordik. Avgustda borganimizda o'sha kuzgi tovarlarni va qishki tovarlarni olib keldik. Mana yaqinda xudo xolasa dekabrda yana boramiz. Dekabrda borib o'sha bahor tovarlarini olib kelamiz. Mana shunaqangi sezondan qanchadir oldin, 1-2 oy oldin borib turib bozordan o'sha sezonda sotiladigan tovarlarni olamizda, bu orqali bozordagi savdolarimizni yo'lga qo'yamiz. Prezentatsiyada ko'rishingiz mumkin. Agar siz ham biz bilan birga Xitoyga borib, Xitoydan optim tovarlarni olib kelishga qiziqadigan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan birga bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, Xitoydan tovar olib keltirish bo'yicha xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda siz to'g'ri analiz qilib turib, bozordan tovarni olasiz. Agar onlayn tovarlarni buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, albatta sifatiga sotuvchini tekshirishingiz shart, chunki siz kutgan narsa kelmasligi mumkin. Onlayn buyurtma qilganingizda eng yaxshisi offlayn bozorlar, ya'ni Xitoyda offlayn bozorlari o'z ko'zingiz bilan ko'rib, sifatini tekshirib olib keltirishingiz, ya'ni
Bir marta borib kelsangiz bo'ldi, o'zi Xitoyga o'zi tushunib olasiz. Qayerdan nima olish kerak, qanaqa olish kerak, qanaqa tekshirish kerak va WeChat ilovalarini ulab olib turib, bemalol siz har bitta xitoylik bilan WeChatlarni olib turib, kontakt almashib, ishlab chiqaruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonning o'zidan turib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xuddi bizga o'xshab. Bunda sizda o'zi zo'r imkoniyat. Birinchi qo'ldan tovarlarni olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali siz nafaqat onlayn platformalarda, balki offlayn sotuvlarni ham bemalol yo'lga qo'yishingiz bo'ladi, chunki sizda Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri keladigan birinchi qo'l tovar bor bo'ladi. Xo'p, Xitoy bo'yicha men tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Tovarni olib keltirdingiz, ya'ni birinchi analiz qildingiz, keyin Xitoydan tovarni olib keltirdingiz, ana endi Uzum marketga joylashtirasiz. Xo'p, joylashtirganingizda endi Uzumga tovar joylashtirdingiz va bu sizni millioner bo'lib ketasiz degani emas, chunki eng asosiy jarayon Uzum marketda bu sotish. Ya'ni agar siz tovarni sota olmasangiz, bu sizga minusga ishlashi mumkin. Xo'p, sotuvdagi, ya'ni mana shu sotuvni qanday qilib amalga oshirish mumkin? Ya'ni qanaqa qilib sotish kerak? Eng birinchi sotadigan narsa marketplace-da hozirgi paytda bu o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, bu mahsulot kartochkasi hisoblanadi. Mahsulot kartochkasi qanchalik zo'r, qanchalik boy, qanchalik kalit so'zlari to'g'ri joylashtirilgan, rasmlari infografika qilib odamni o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, tovarlaringiz avtomatik sotilishni boshlaydi. Eng katta protsent, ya'ni sotuv bo'yicha umumiy ranjirovание degan narsa bor. Bu 25% dan 35% gacha marketplace-da mahsulot kartochkasi hisoblanadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, Uzum marketga tovarimni joylashtirsam, ya'ni arzonroq qo'ysam bo'ldi, zo'r sotiladi deb o'ylaydi. Lekin qimmatroqqa siz kartochkani premium qilib turib sotishingiz ham mumkin. Bu narsa sizni qobiliyatingizga, savdogarlik maholatingizga bog'liq. Bundan tashqari, mana Uzum marketdagi mana shu kartochkaning ichida ko'pchilik rasmlar bo'yicha ham xatolarga yo'l qo'yadi. Ya'ni qanchalik rasmni boy, jozibador bitta ko'rganda sotib oladigan qiladigan bo'lsangiz, masalan mana prezentatsiyani ham ko'radigan bo'lsangiz, oddiy rasm, kamroq kliklar, kamroq sotuvlar. Ya'ni mahsulot rasmi oddiy oq fonda turadigan bo'lsa, kamroq odamni bosadi, kamroq odam uni sotib oladi. Agar mahsulotingiz rasmini zo'r qilib beradigan bo'lsangiz, ko'proq odam o'sha mahsulotga qiziqish bildiradi. Ko'proq qiziqish bo'lgandan keyin konversiya, ya'ni sotuv ham baland bo'ladi. Mana shu narsaga albatta e'tibor berish kerak. Xo'p, qanaqa qilib o'z infografikalarni qilib, mana shunaqangi jozibador qilsak bo'ladi? Bu uchun bizga tayyor sun'iy intellektlar bor. Bilasizlar, biz yosh bo'lganligimiz uchun va mana shu marketplace sohasida ko'pchilikdan aynan mana shunaqangi sun'iy intellektlar, texnologik qanaqadir instrumentlardan foydalanib biz savdoni oshirishni ichiga chuqurlashib kirib boryapmiz. Mana sizlarga ham infografika qilish uchun tayyor dasturlar, masalan ChatGPT dan foydalansangiz bo'ladi. Tayyor bitta prompt berasizda, tovaringiz rasm tashlasangiz, sizga zo'r qilib infografika yasab beradi. Photoshop, Canva AI, Midjourney, Nano Banana kabi dasturlar orqali siz sun'iy intellektlarda tovarlaringizni infografika qilsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda ko'pchilik pulga qildirib yurgan mahalda. Bu narsa albatta sizga juda ham katta sotuvingizga ta'sir qiladi. Ana endi infografikani ham qildingiz. Tovarni joylashtirishingiz kerak. Joylashtirdingiz. Boshidagi Uzum marketda sizga shunaqa imkoniyat beriladi. 14 kun bu Uzum marketda sizni savdolaringizni topga chiqarish uchun va tovarlaringizni Uzum market 14 kun davomida reklama qilib beradi. Ya'ni odamlarga ko'rsatadi. Masalan, yangi qo'ygan tovarni Uzum marketga kirib ko'radigan bo'lsangiz, ba'zi bir kategoriyalar ichida novinka yoki yangilik kabi yozuvlar turadi kartochkaning tagida. Bu Uzum market o'sha mahsulotni bir qator hammaga ko'rsatib chiqadi. Masalan, 10 mingta odamga ko'rsatadi, 10 mingta odamning ichidan nechtasining ichiga klik bosib, uni tovarni sotib oladigan bo'lsa, qancha mana shu jarayon ko'payadigan bo'lsa, ya'ni algoritm qancha ko'proq odam ko'rsa, shuncha ko'proq odam sotib oladi va sotib olib, u tovarga sharh yozib qo'ygandan keyin yana ham ko'proq odamga ko'rsatishni boshlaydi Uzum market. Va bu sizni ham Uzumda ham savdosini oshiradi. Shuning uchun boshidagi 14 kun marketplace-da muhim. Mana shu jarayonda siz marketplace-da savdoni boshlashingizda aytib o'tganimdek chuqur analiz, to'g'ri mahsulot, noto'g'ri mavsum, infografikalarsiz, kalit so'zlarsiz, marketingsiz tovar joylashtiradigan bo'lsangiz, mahsulotingiz sotilmasligiga olib keladi. Eslab qoling. Chuqur analiz, to'g'ri mahsulot, to'g'ri vaqt, ya'ni o'sha mavsumga kiryapsizmi yoki yo'qmi?
siz masalan yanvarda yoki iyul oyida konstovar bilan bozorga kiradigan bo'lsangiz, u paytda savdo bo'lmaydi. Chunki konstovarni asosiy sotiladigan payti bu avgust oyi hisoblanadi. Mana shunaqangi kiradigan paytingizni ham hisobga olishingiz kerak va aytib o'tgandek, infografikalar va kalit so'zlar albatta sotuvlaringizda bo'lsa, marketing orqali sotuvlaringizni o'zingiz boshqaradigan bo'lsangiz, bu sizni sotuvlaringizni zo'r qiladi va bu imkoniyatlardan biz foydalanib kelyapmiz va shuning uchun sizlarga ham buni maslahat beraman. Eng avval marketplace ga kirishda savdodan oldin aytib o'tganimdek, analiz, undan keyin olib kiradigan tovaringiz eng kamida sizga 30% foyda olib kelishi kerak. Ya'ni marja sizga eng kamida 30% qoladigan bo'lsa, keyin o'sha kategoriyaga kiring. Ba'zi bir kategoriyalar bor 10% qoladi. O'shalarga qiziqish ko'pchilik zo'r sotilyapti deydi, yunit ekonomika qilsa 10% qolyapti. U 10% sizga mos kelmasligi mumkin. U kimga mos keladi? Masalan, katta оборотga chiqdi-da, o'sha tovarni qo'yib sotilyaptimi? Undan 10% kelib tursa ham yaxshi. Lekin sizda imkoniyat bor, analiz qilib 100% sotiladigan tovarlarda, ya'ni 100% foyda qoladigan 100% marzali tovarlar topib sotish imkoniyati bor va shu narsaga e'tibor bering. 30% dan past bo'lgan kategoriyalar bu sizga qiziq bo'lmasa yaxshiroq. Ya'ni qiziq kategoriyalar 30% dan baland marja olib keladigan tovarlar hisoblanadi. Va eng asosiylardan bittasi bu siz bu savdoni boshlashingizdan oldin sizga bitta yo'l ko'rsatadigan bitta ustoz bo'ladigan bo'lsa, bu sizning savdolaringizni yana ham haligi uverenlik kerakda bozorga. Xotirjam bitta narsani bilmay qolsangiz, so'raydigan odamingiz bor. Tushunmasangiz bemalol o'sha yo'nalishga kirib, shu odam bilan maslahatlashish, savdo qilsangiz bo'ladi va bu sizni sotuv imkoniyatlaringizni yana ham oshiradi. Xo'p, endi mana shunaqangi bu yo'lni bosib o'tgan bitta ustoz, ya'ni yo'l ko'rsatadigan odamni qayerdan topsam bo'ladi desangiz, siz hozir to'g'ri joyda turibsiz. Ya'ni mana shu hozirgi uzun marketdagi har bitta jarayonlarni o'rgatadigan dasturlarimni sizlarga, o'sha yangiliklarimni e'lon qilaman. Xudo xolasa bizda uzumda kafolatlangan savdo nomli offline hamda onlayn dastur tashkil qilingan. Nima uchun kafolatlangan savdo bizda? Chunki bilasiz, men uzun marketda 3 yildan beri ishlayapman va men uzun marketda qanaqa ishlashni bilaman. Men amaliyotchiman. Nima qilsa, qanaqa savdo bo'lishini bu yerda o'zi 3 yildan beri tajriba o'zi yetarli. Va men yana bitta narsaga garantiya beraman. Men uzun marketda ishlashingiz bo'yicha agar savdo boshlaydigan bo'lsangiz, biz bilan birga boshlasangiz, men qo'llaydigan instrumentlarim sizda 100% ishlashiga garantiya beraman. Ya'ni men sizga mana shu ishni qiling, savdoingiz qanaqa bo'ladi? Mana bu tovar bo'yicha bozorga kirsangiz, savdoingiz yaxshi bo'ladi degan maslahatlarni bersam, xudo xolasa bu instrumentlar sizda o'zimizda ishlayapti. O'quvchilarimizda ishlayapti. Shuning uchun men uverenni gapiryapman. Siz ham bozorga mana shu instrumentlar bilan kirsangiz, kafolatlangan savdo nomli dasturimizda ishtirok etib, siz ham daromadga chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari marketplace da biznes bilasiz, bu sizni 24 ga 7 daromad keltiradigan biznesingiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda zo'r imkoniyat bor, hattoki siz uxlayotgan paytingizdan tovaringiz sotilib sizga pul olib keladi. O'zi masalan offline bozorda siz kechki payt tovar sota olmaysiz. Lekin masalan odamlar kechki payt ishdan kech borganda tovar olmoqchi, nimadir olmoqchi. Ular uchun zo'r imkoniyat uzun market. Kechki payt kirganda ham sizni tovarlaringiz bemalol 24 ga 7 sotiladi, 24 ga 7 sizga daromad keltirib turadi. Endi mana shu dasturimiz bo'yicha sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, bizning offline dasturimiz hozirgi paytda Farg'ona, Andijon va Toshkent shahrida. Siz agar mana shu joylarda bo'ladigan bo'lsangiz, biz bilan birga mana shu uzun marketdagi savdoni birgalikda boshlashingiz mumkin. Offline dasturimiz qanaqa bo'lib o'tadi? Guruhda o'rtacha 5 yoki 7 kishilik guruh bo'ladi. Bu yerda unaqangi ko'p odamni olmaymiz birdaniga. Hammaga maksimum, hamma bilan individual ishlashimiz uchun va darsimiz davomiyligi 14 kun, ya'ni 2 hafta davom etadi. Bu nazariy bilimlar sizga beriladi, ya'ni uzun marketga kirish, tovar analiz qilish, bozorda tovarlar joylashtirish, marketing, pul yechib olish, hisobot, mana shu hamma jarayon sizga 14 kunning ichida nazariy ma'lumotlarni beramiz va sizga startga juda tayyor qilib qo'yamiz. Agar sizda tovaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, biz bilan kelib turib mana shu 14 kunning ichida intensiv holatda tovaringizni uzun marketga joylashtirib olamiz. Agar tovaringiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, birinchi nazariy bilimni olasiz va mana shu marketplace da siz
ishlashingiz uchun bizdan 6 oylik sizga podдержка bo'ladi. Ya'ni ishlashingiz davomida amaliyotda qanaqadir savollar kelib chiqishi tabiiy. Bu jarayonda biz sizga 100% yordam berib, qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki xabaringiz bo'lsa kerak, biz Uzum Market bilan rasmiy ravishda, ya'ni o'sha ambassadorlik bo'yicha Uzumni o'zida ham bizda menejerlar bor. Agar qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, menejerlar orqali sizning muammolaringizni 100% hal qilib beramiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, bizdagi offline hamda onlayn formatda o'qigan o'quvchilarimizdan bir qator rezultatlar sizlar bilan bo'lishib ketaman. Sirojiddin aka Uzum Marketda savdo boshlagan va umumiy mana 150 milliondan ortiq savdo mana Uzum Marketdagi kabineti ko'rsangiz bo'ladi. Yechib olgan pullari mana 7 million, 7 million, 10 million va 10 kun ichida yechib olishi mumkin bo'lgan summa 32 million. Xullas savdolar zo'r. Yoki Ma'murjon akani ham ko'rsangiz bo'ladi, 112 million yangi savdo boshlagan. Yangi savdo bilan kirib turib, bozorda shunaqangi katta rezultat. Nizomiddin aka 450 million kiyim-kecha savdosini olib kirib qo'ygan, ya'ni o'sha Abu Sahidan tovarlarni olib kelib Uzum Marketga joylashtirgan, 450 million savdo aylanmasiga chiqqan. Gulmira opada ham xuddi shunaqa 500 milliondan ortiq savdo aylanmasi aynan Uzum Marketda mana ko'rishingiz mumkin. Oxirgi marta yechgan pulini ko'ring, mana 49 million Uzum Marketdan pul yechgan. Va umumiy yechib olishi mumkin bo'lgan summa mana 508 milliondan ortiq Uzum Marketda savdo qilib pul yechib olgan. O'rtacha 30% deylik, masalan, ba'zi bir tovarlar haqiqatan ham 100% foyda keltiradi, 50% foyda keltiradi. Bularda 30% foyda deganda, masalan, 500 millionning 30% qancha bo'ladi? 150 million. 150 million sof foyda. Bunga nima deysiz? Mana shu bizning dasturimizda o'qigan o'quvchilarimizning natijalari. Endi bu dastur kimlar uchun mos? Asosan mana shu sizda tovar bo'lsa, ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, savdogar bo'lsangiz yoki davlat ishida ishlab, xullas marketplace da savdo boshlamoqchisiz, qiziqishingiz bor, savdoga kirmoqchi bo'lsangiz, bu dastur sizga 100% to'g'ri keladi. Dasturimiz o'zi qanaqa tashkil topgan? Dasturimizda nimalar bo'ladi? Bu yerda Uzum Marketga kirish, zo'r sotiladigan tovarlarni topish, do'kon ochish, ro'yxatdan o'tish, tovar joylashtirish, infografika, boost, tovarlarni blokdan chiqarish, marketing usullari, aksiyalar, hisob-kitob, xullas Uzumga hujjat bilan kirib, pulingizni qanaqa qilib yechib olishgacha bo'lgan jarayonni to'liq mana shu dastur ichida sizlarga tushuntirib beramiz va bu dasturdan siz qanaqa natijalar olasiz. Birinchi o'rinda siz Uzum Marketda o'z biznesingizni boshlaysiz. Menejerlik qilish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Ya'ni o'rganib olganingizdan keyin aytib o'tganimdek, siz Uzumda savdo qilishni o'rganib oldingizmi? Siz Uzum bo'yicha mutaxassismisiz? Siz любой ishlab chiqaruvchiga borib turib taklif berishingiz mumkin. Tovarlarni Uzumda sotib beraman. Yoki любой tovari bor, do'koni bor odamlar bilan gaplashishingiz mumkin. Men mutaxassisman, mana shu qana sotishni bilaman, tovaringni ber, sotib beraman. Bu sizga yana ham qo'shimcha imkoniyatlar berishi mumkin. Savdolaringizni 2 baravardan 5 baravarga oshirasiz. Agar savdo qilayotgan bo'lsangiz, offlaynda undan tashqari pul keltiradigan tovarlar topish va qo'shimcha daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz siz mana shu dasturimiz orqali. Undan tashqari biz mana shu Uzum Marketda offlayn va onlayn formatdagi dasturlarimizga qo'shimcha sifatida yangilik darsliklarni ham qo'shyapmiz. Ya'ni biz ochiqmiz. Biz hech qanaqa narsani yashirmaymiz. To'g'risi, masalan, Uzum Marketda haklar bor, qanaqadir life haklar bor. Nima qilsa o'sha tovarlarni tezroq topshirish, ya'ni o'chirishsiz, xullas juda ham ko'plab o'ziga yarasha nozik jihatlari bor. Agar qo'llasangiz, siz amaliyotda 100% ishlaydi. Masalan, logistikalarni olish bo'yicha ham, bu bo'yicha o'sha Uzumni o'zi o'rgatmaydigan, faqat amaliyotda siz o'sha narsani qo'llab tushunishingiz mumkin bo'lgan ishlar bor. Mana shu narsalarni bemalol o'quvchilarimiz bilan bo'lishamiz. Ya'ni bu bo'yicha qanday tushuntirsam bo'ladi? Biz Uzumdanmi, onlayn platformadanmi, qayerdan xullas pul kelayotgan bo'lsa, o'sha pulni o'quvchilarimizga ham aytamiz, chunki bozor juda ham katta, hamma pulni o'zimiz qila olmaymiz. Bu narsalarni o'quvchilarimiz bilan birga qiladigan bo'lsak, biz birgalikda bitta kuch bo'lishimiz mumkin. Shuni hisobiga bonus darslar sifatida biz qayerdan pul topayotgan bo'lsak, shularni hammasini sizlarga berib ketamiz. Masalan, Yandex Marketda ham savdo boshlash. Instagram, Telegram, YouTube, TikToklar orqali tovarlarimizni onlayn platformalarda sotish. Influencerlar orqali tovarlarni sotish, chuqur analiz qilish orqali tovar topish darslari, Xitoyga birgalikda borish imkoniyati va shaxsiy brend qurish bo'yicha, masalan, shaxsiy brend qurish ham hozirgi paytda juda ham zo'r, sizga foyda keltiradigan
bitta soha hisoblanadi. Chunki bu brend sizni ham sotuvlaringizni ham o'zingizni qimmatroqqa sotish imkoniyatini beradi. Bu bo'yicha mana o'zim ham noldan mana shu shaxsiy brendimni qurib kelyapman va bu jarayonlarni sizga mana shu offline, onlayn formatlardagi dasturlarimizda o'rgatamiz. Undan tashqari siz agar biz bilan birgalikda mana shu dasturlarda qatnashadigan bo'lsangiz, sizda 6 oylik do'stlik bo'ladi va bu degani siz marketplace-da xotirjam qachondir savolingiz tug'ilsa bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki sizga o'sha aytganimdek uzumdan menejerlarni raqamlarini uzum bo'yicha o'sha menejerlar sizga aloqaga chiqib savdolaringizni oshirishga yordam berishi mumkin yoki o'zimizdan xullas juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Bu orqali siz uzum marketda savdolaringizni yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, har bitta o'quvchi uchun bittadan kurator biriktiriladi, ya'ni savdoni boshlayotgan paytingizda 6 oy davomida siz savdolar bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'yicha bemalol bizga murojaat qilib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Va undan tashqari bizda mana shu dasturlarda bitirganingizdan keyin, ya'ni offline formatda mana sertifikatlar taqdim etiladi. Bu sertifikat orqali siz menejerlik va o'zimda savdo qilish bo'yicha imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Lekin mana shu kursimizda bitta joyi bor, ya'ni hamma ham biz bilan birgalikda o'qiy olmaydi. Chunki bu yerga biz aytib o'tganimdek suhbat asosida qabul qilamiz. Agar sizga bu yo'nalish to'g'ri kelmasa, masalan siz kompyuterni umuman tushunmasangiz yoki savdo sohasida umuman qiziqishingiz bo'lmasa-da, faqat mana shu pul topsa bo'larmikin deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, sizga bu soha to'g'ri kelmaydi. Bu yerga haqiqiy o'sha kiraman, sotaman, daromad qilaman degan odamlar uchun bu dasturlarimiz to'g'ri keladi. Shuning uchun mana shunaqangi haqiqiy savdogarlarni biz suhbat asosida qabul qilamiz, chunki biz uchun natija muhim. Biz savdo qilishni bilmaydigan odamni ertaga o'qitib turib savdosidan qanaqadir ziyon chekadigan bo'lsa, bu bizga ham kerak emas, sizga ham kerak emas. Shuning uchun haqiqatdan ham bu yerda ishlayman deydigan bo'lsangiz, bizga suhbatga yoziling, suhbatdan o'ting, biz sizga to'liq yo'l-yo'riqni ko'rsatamiz. Aniq kafolatlangan yo'l-yo'riqni ko'rsatamiz va bu orqali siz savdolaringizni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga mana shu yangilangan dastur tayyorlaganman, offline va onlayn formatdagi. Bu bo'yicha sizlarga hozir videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun eng zo'r narxda qo'shilish imkoniyatini beraman. Ya'ni hozir pastda mana havola ko'rinib turibdi. Mana shu havola orqali siz ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, operatorlarimiz, menejerlarimiz, assistentlarimiz sizga aloqaga chiqib ma'lumot berishadi va sizdan bitta narsani so'rayman. Bu yangilangan dasturimizda maksimum tezroq kirib savdoni boshlashingiz kerak, chunki aytib o'tganimdek, birinchidan bozorga qachon kirish kerak? Bugun. Chunki qancha kechiktiradigan bo'lsangiz, shuncha bozor to'lib boradi. Undan tashqari bizda bu dasturda yanvar oyida narxlar ko'tariladi. Mana shu qisqa muddat ichida agar siz bizga qo'shiladigan bo'lsangiz, siz qo'shimcha chegirma narxlarda biz bilan birgalikda savdolarni boshlashingiz mumkin. Sizlarga mana bugungi darsda uzum marketga kirish, uzumda sotish, nima qilishni bilmayotganlar uchun o'ylaymanki, to'liq yo'l-yo'riqni ko'rsatdim. Agar tushunmagan bo'lsangiz, bir qator yana boshqatdan ko'rib chiqing va bizni YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Bu YouTube kanalda sizga onlayn pul topishni hamma sir-sinoatlarini sizlar bilan bo'lishib boraman. Keyingi mavzu qanaqa bo'lsin? Ya'ni qaysi mavzu sizlarga ko'proq qiziq, shu bo'yicha kommentariyaga o'zingizni fikringizni yoki mana shu darslik bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa yozib ketsangiz, albatta savollaringizga o'zim javob beraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.